Assalomu alaykum hammaga, hurmatli biznesmenlar, xayrli kech. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. O'ylaymanki, bugun jonli efirimiz, vebinarimiz hamma uchun qiziqarli bo'ladi. Yana bir bor yangi qo'shilganlarga assalomu alaykum deyman. Xayrli kech hammalaringizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Oxirgi marta men iyul oyida, o'sha yozda jonli efir qilgan ekandim. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan biznes g'oyalarim, har bitta savollaringizga javoblarim yig'ilib qolgan ekan. Xudo xolasa, bugun sizlar bilan hammasini tahrirlaymiz. Kimda qanaqa biznes g'oya bor, qanaqa rejalari bor, albatta kommentariyada yozinglar. Men oxirida sizlarga savollarga javob berataman. Va birga sizning savollaringizga javob beramiz. Bizneslaringizni o'sha boshlash etapini tahrirlaymiz. Shaxsiy brendingizni qanaqa rivojlantirmoqchisiz, o'zingizdagi hobbini qanaqa qilib biznesga aylantirmoqchisiz, bugun shuni aynan tahrirlaymiz. Va men sizga isboti bilan bugun onlayn marketplace'larda tovar tanlash kerak, u tovarni qanday sotuvga chiqarish mumkin, bizdan qancha vaqt talab qilinadi, tovar tanlashdagi etaplar, misol uchun ko'pchilik menga yozadi, Munisaxon, men nima tovar sotishni bilmayman-ku, qanaqa boshlayman deydiganlar uchun bugun efirimiz juda ham zo'r, qiziq bo'ladi. Albatta efir boshlanishidan oldin silkani bo'lishib qo'ying, chunki bugun biz 8 ta omadli insonni aniqlaymiz. Juda ham qimmatli sovg'alar bo'ladi. Undan tashqari qimmatli bilim va siz mana shunday omadli insonlardan biri bo'lishingiz mumkin. Oxirida men bu omadli insonlarni aniqlayman va qanaqa qilib aniqlashim kerakligini ham sizlarga qisqacha aytib o'taman. Bismillahirrohmanirrohim. Boshlayotgan ishlarimiz hammamizga xayrli bo'lsin va bugungi berayotgan informatsiyalarimdan keyin men bilamanki, yangi yildan keyin sizga ham biznes boshlash ishtiyoqi paydo bo'ladi. Demak, birinchi navbatda qisqacha tanishtirib o'taman. Yangi boshlovchilar bor ekan, bizani hali endi yangi ko'rganlar. Men Munisa Nurmuratova, marketplace'larda 7 yillik tajribaga ega biznes ekspertman. Ozon, Uzum, Wildberries, Yandex marketplace'larida mana shu vaqt yo'lga qo'yib kelganmiz. Turmush o'rtog'im yonimda har doim yuradigan meni suyanchim Javlonbek Nurmuratov, u kishi ham xuddi bizdek 7 yillik tajribaga ega, meni asosiy ustozim, turmush o'rtog'im bo'ladilar. Ozon, Wildberries, Uzum marketlari, Yandex marketplace'larida ekspertmiz va biz o'zimiz biznes qilganga o'quvchilarimizni aynan mana shu marketplace'larda qanday qilib biznesni olib borish, boshlash, davom ettirish, kengaytirish har bitta etaplarini o'rgatamiz. Undan tashqari biz studentlarimiz, mana shu yerda Rossiyada institutda o'qiymiz. Plus o'quvchilarga bilim beramiz, o'zimiz biznes qilamiz, oilaviy passiv daromadlar yaratganmiz va mana shu biznesimizni yanada kengaytirish, shaxsiy brendimizni yanada ommaga tanitish ustida har doim ishlab kelamiz. Men onaman, ayolman, kelinman, studentman, o'qituvchiman va o'zimni shaxsiy blogimni yuritib boraman. Bu yana kam, yana o'zimni ustimda ishlab, sizlarga ham mana shu yo'lni bugun ko'rsatmoqchiman. Juda ham ko'pchilik aynan bitta videomizdan motivatsiya olibdi. 1 millionga yaqin insonga mana shu bitta tayyorlagan videomiz, qisqagina videomiz motivatsiya beribdi va undan keyin menga juda ham murojaatlar ko'paydi. Munisaxon, siz noldan biz ham xuddi shunaqa noldan boshlashimiz uchun yo'l yo'riq ko'rsating deb. Har doim biznes egalari siz tashqi tomondan ko'rasiz, ularda hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Ular yiqilmagan, ular oldindan qaysidir tayyor biznesni yuritgan yoki faqat yaxshi hayotiga e'tibor berasiz. Menda hech narsa yo'q. Bo'lolmayman, bo'lishim uchun menga yillar kerak bo'ladi degan tushunchaga borishadi ko'pchilik. Yo'q. Bugun men sizga aynan mana shuni isbotlab bermoqchiman. Biz shaxsan o'zimiz 30 ming rubl summa bilan Ozon platformasida birinchi marta biznesimizni boshlaganmiz. Sizga hozir aytib berayotgan gaplarim shunchaki oddiy gap bo'lmaydi. Kerakli deb bilgan joylaringizni zapis qilib oling. Har biriga agar quloq soladigan bo'lsangiz, sizning qo'lingizda nima bor va uni qanaqa qilib ishlatishingiz kerakligini aniq bilib olasiz. Qo'lingizdagi, o'zingizdagi hobbingiz, qiziqishingiz, talantingizni siz bugun yorita olasiz va topa olasiz. O'ylaymanki, efirdan keyin ham siz menda nima bor? Men qanaqa qilib chiqarsam bo'ladi? Munisaxon aytgan strategiyalar bilan men o'zimdagi narsani qanaqa qilib kengaytirsam bo'ladi deb bilaman, aniq. Siz soatlab o'ylaysiz bu narsani ustiga. Shaxsan o'zimiz Ozon platformasida 30 ming rubl summa bilan boshlaganmiz. To'g'ri, hozirgi kunda ham siz siz mumkin. O'sha paytda 30 ming rubl aslida ko'p summa edi. Hozirgi kunda bu minimalniy summa. Ya'ni necha pul bilan boshlayman Munisaxon desangiz, Ozon platformasida, Yandex, Wildberries, Uzum platformalarida bu summa minimalniy summa. Biz boshlagan paytimizda bu o'rtacha summa edi. Mana shu 30 ming bilan biz boshlaganmiz va biznesimizni o'ziga aylantirgan holda etap bilan kengaytirganmiz. Biznes shunaqa narsa. Siz hozir meni ko'rib turgan bo'lsangiz, men qilayotgan natijalarni ko'rib turgan bo'lsangiz, siz orzu qilmang buni bittada qilishga. Lekin siz etap bilan buni
aytishi mumkin. Vo 1 million bir oyda men seni $1 million chiqarib qo'yaman. Bir oyda meni o'quvchim mana shu natijaga chiqdi. Albatta chiqishi mumkin, daromadga chiqishi mumkin. Lekin foydaga qachonga kirdi u? Daromadni boshladi. Foyda qancha unda? U уже etap bilan sekin ko'tarib oladi. Eng asosiy narsa buni davom ettirish, tashlab qo'ymaslik, faqat o'zini kengaytirishga yordam berish. Sizdan ortiqcha narsa talab qilinmaydi. Birinchi navbatda bizga gaplashadigan narsa, biz tovarlarni qanday tanlaymiz, qanday analiz qilamiz, qaysi platforma bilan platformalarda tovarlarni qanday qilib joylashtiramiz va bizdan qancha talab qilinadi, qanchaga foydaga chiqamiz. Birinchi navbatda biz o'zimizga kerakli bo'lgan va o'zimizga qulay bo'lgan platformani tanlab olamiz. Siz Rossiyadamisiz, O'zbekistondamisiz? Qaysi joyda, qaysi platforma sizga Misol uchun ko'pchilik murojaat qiladi, Munisaxon O'zbekiston yatitisi bilan Ozon yoki Wildberries platformasiga kirsa bo'ladimi? Albatta kirsa bo'ladi, faqat O'zbekiston ichida O'zbekiston yatitisi bilan. Agar siz Rossiya bozoriga chiqmoqchi bo'lsangiz, Rossiya IPsi bilan siz platformaga kirib borishingiz kerak bo'ladi. Agar siz Rossiya bozoriga chiqmoqchimisiz, birinchi O'zbekistondagi platforma bilan boshlang. Noldan boshlayapsizmi? Siz yoningizdagi platforma bilan boshlang. Chunki sizni o'sha yashab turgan davlatingizdagi platforma sizni o'sha biznesni ichida ishtirok etish uchun yordam beradi. Siz o'sha uzun market yoki O'zbekistonda siz o'zingiz u biznesga ishtirok etasiz. O'zingiz tovar upakovka qilasiz, analiz qilasiz, отгрузка qilasiz, har bir etapni siz o'zingiz amalga oshirasiz. Agar siz O'zbekistondan bo'lib Rossiya platformasiga chiqmoqchi bo'lsangiz, siz через fulfillment chiqasiz. Bunda siz faqat investor bo'lasiz. Yangi boshlovchilar sizlar investor biznesda ichida bo'lishlaringiz kerak. Demak, siz O'zbekistondamisiz? O'zbekiston platformasi bilan boshlab, keyin Rossiya platformalariga kirib borsangiz bo'ladi. Agar Rossiyada bo'lsangiz, Ozon, Wildberries'da boshlashingiz mumkin. Men yangi boshlovchilarga Wildberries faqat tavsiya qilmayman. Nimagaligini ham aytib o'taman hozirga. Sizlaringiz biznesni ichida bo'lib, postavchilar bilan gaplashib, analiz qilib, tovar zakaz qilib, siz o'zingiz boshlaysiz va o'zingiz O'zbekistondan bo'lsangiz ham, keyin biznesingizni O'zbekistonga to'g'rilab olasiz. Mana shunaqa tarzda siz biznesingizni boshlasangiz bo'ladi. Va men jarayonda sizga aytib ketaman, jarayonda sizga lifehacklarni, strategiyalarini ko'rsatib berib ketaman. Siz albatta buni yozib oling, esingizdan chiqib qolmasligi uchun. Men sizga yangi boshlovchilarga jarayonda birdan o'zimizni optdagi, o'zimizni tajribamizdagi etaplarni jarayonda aytib ketaman va shu jarayonda sizga yangi boshlovchilar nima tovar bilan kiraman, o'zimni hobbiyim nima, qanaqa qilib biznesga aylantiraman, mana shu etaplarni sizga o'rgatib ketaman. Sizga notebook ko'rinyapti. Men notebookdan Ozon platformasi orqali sizga qanday qilib tovar tanlash va tovar tanlashdagi 6 ta toifani aytib o'taman. Buni yozib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, biz yangimiz va platformada hech qanaqa qo'limizda tovar yo'q, oldi sotdini yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu uchun nima qilamiz? O'zimiz sotmoqchi bo'lgan, o'zimiz qiziqqan platformaga kiramiz va o'zimiz birinchi navbatda qiziqqan kategoriyamiz bo'yicha tovarlarni izlashga harakat qilamiz. Topganimizdan keyin biz nimalarga ahamiyat berishimiz kerak, buni hozir etap bilan ko'rsatib o'taman. Har doim har bitta insonga qiziqish, ya'ni ichidagi olov bor. Men shu ishni boshlashim kerak degan narsa bor. Hobbi bor va talant bor. Faqat uni biz namoyon qilib berishimiz kerak bo'ladi. Bu narsa platforma kerak. Nima uchun? Oddiy misol, shunaqa o'quvchi obunachilar borki, Munisaxon, men tovar sotmoqchiman. Nima keladi sizning qo'lingizdan? Misol uchun men o'zi tikuvchiman yoki oddiy tikishni bilaman. Oddiy tajribamni aytaman. Bir kishi menga keldilarki, Munisaxon, men oldi sotib qilmoqchiman. Yo'q, tovar sotmoqchiman, faqat o'zim ishlab chiqaryapman. Xo'p, siz nima ishlab chiqara olasiz? Men hech narsa hali ishlab chiqarmaganman, lekin oddiy tikishlarni bilaman. Men shaxsan o'zim taklif berdim. Siz parda tikishni yo'lga qo'ying. Munisaxon, men parda tikmaganman. Mayli, agar tikmagan bo'lsangiz, parda tikish o'sha video darslari bormi, kurslari bormi? Borib agar siz parda tikib sotadigan bo'lsangiz, yaxshigina foyda ola olasiz dedim. O'sha obunachimiz parda tikish bo'yicha kurs olib o'qib, hozir oddiy to'g'ri tikish orqali pardalarni, oddiy tullarni tikib sotuvni yo'lga qo'yaptilar, yaxshigina daromad olyaptilar. Nima uchun men parda tikishni maslahat berdim? Marketplace'da shunaqa narsa borki, nima uchun men talant dedim, hozir hobbingiz dedim, qo'lingizdagi hunaringiz dedim. Bu juda ham katta yordam beradigan narsa oddiy parda misolida. Pardani agar siz oldi sotdi qilsangiz, misol uchun kimgadir katta ob'yomda siz zakaz beryapsiz, ovoz pasayib qoldi deyishyapti. Siz zakaz beryapsiz, pardalarga sizga tikib beryapti kimdir, siz undan olyapsiz-da, marketplace'ga sotyapsiz. Sizga marketplace beradigan foyda shunda ikkiga bo'linyapti. Agar siz pardalarni o'ziz materialini olib, rulonini olib,
o'ziz tikib sotadigan bo'lsangiz, bu yerda siz o'ziz ishlab chiqaruvchisiz. Tikib sotganingiz evaziga foyda ko'proq qoladi. Marketplace'larda oddiy pardalarni oldi sotisini yo'lga qo'ymaylar. Nima uchun pardalarda sotuv zo'r bo'ladi? Chunki pardalarda oldi sotida foyda qolmaydi. Tika olmagan inson sota olmaydi. Agar siz tikuvchi bo'lsangiz, siz tikib sotasiz, sizga shuning uchun ham marketplace'larda tikuvchilar pardalarni olib kirganligi evaziga konkurensiya kamroq va shuni evaziga ko'pchilik pardani olib kira olmaydi. Har doim nisha sifatida qabul qila olmaydi va pardadan foyda ola olmaydi. Pardalarga, oddiy to'llarga nima deydi, talab yuqori. Marketplace'da o'sha upushining vurutchkasi kam, o'sha tikuvchilar kam bo'lganligi uchun hozir bor sotuvchilarda sotuv zo'r bo'ladi. Men misol uchun tika olmayman, tikishga vaqtim yo'q, men parda olib kira olmayman. Agar kimgadir zakaz qiladigan bo'lsam, menga foyda qolmaydi. Lutchi men parda nishasi bilan kirmayman. Agar siz oddiy to'g'ri tikishni bilsangiz, sizga mana aynan nima uchun kerak hunar degan narsa marketplace'dagi nima uchun bog'liq. Oddiy tikishni bilsangiz ham, siz parda tikish videolari, darslarini onlayn tarzda bo'lsa ham ko'ring va o'sha to'llarni ruloni bilan olingda oddiy tikish qilib soting. Hozirgi kunda pardalarda bezaklar, qanaqadir oldingidek bunaqa nima deydi, to'lqinlar, unaqa narsalar kerak emas. Prosta shunday karnizga tiqiladigan oddiy turishdagi holini tikasiz. Ikki chetini qayrib tikasiz bo'ldi. Ilgakchalarini qo'yasiz. Uni siz уже bir o'tirishda, bir kunda agar qo'lingiz 6 tasini tayyor qilib tashlaysiz. Birdan katta ob'yemda olib kirasiz. Demak, siz aynan mana shu ovoz parda tikib bilaman, lekin Moskvadaman. Albatta, Rossiyada bo'lsangiz ham, O'zbekistonda bo'lsangiz ham siz bemalol bu biznesni olib keta olasiz. Chunki pardalarda shunaqa narsa, oddiy arzon pardalarni aytayapman. Qimmatlarini arzon pardalar tez almashadi. Tez. Keling, mana shu narsani bugun sizlar bilan men analiz qilib ko'rsatib beraman. Demak, bizda hozir pardani Azon platformasidan misol tariqasida men Azonni tanladim. Ko'pchilik meni Rossiyadan kuzatyapti ekan hozir. Azon platformasida parda nish qilib analiz qilamiz. Nishalarni qanaqa qilib analiz qilishimiz mumkin. Parda nishasi orqali sizga ko'rsatib beraman va talab qanaqaligini ham birdan isbotlab namoyish qilib beraman. Demak, bizda keling izlab ko'ramiz. Demak, biz pardalarni o'ziga kiramiz. Istalgan platformada xuddi shunaqa analiz qilishingiz mumkin. Analiz qilishni qaysidir platforma uchun alohida kategoriyasi, alohida etabi yo'q. Analiz har doim bir xil qilinadi. Faqat uni to'g'ri amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda biz nima tovar sotmoqchimiz? Qaysi platformada sotmoqchimiz? Aynan shu tovarni biz aynan platformamizdan izlaymiz va birinchi etapda siz ko'rib turibsiz, har doim odzifi yaxshi bo'lganlar, yaxshi odzif yig'ganlar, ключевой словолari optimizatsiyasi yaxshi o'qiganlar birinchida turadi izlagan paytingizda va biz yana pastroqqa tushamiz. Undan oldin albatta biz qog'oz ruchka qilib, men sizga hozir hech qanaqa analiz ilovalari oddiy, sodda usulda analiz etapini ko'rsaman. Analiz ilovalari bilan chuqur yondashib, chuqur analiz qilish etaplari ular darsda jarayonida o'rgatiladi. Hozir sizga tushunarli tilda men tushuntiraman, ko'rsataman. Demak, biz parda yozamiz va pardani har bitta sotilganlarini masalan hozir eng ko'p odzifi yig'gani bu yerda 74 mingta bitta turibdi. Birinchi navbatda daftar ruchkaga biz ana shu eng baland odzif yig'ganini, odzifi nechtaligini yozib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, analiz qilishdagi birinchi bosqich mana shu. Tovarni o'sha platformadan izlaymiz va ayni odzifini yozamiz. Eng ko'p odzif bizda turibdi 74374 ta. Demak, biz eng ko'p odzif yig'gan tovarni ushlaymiz va aynan o'sha tovarni ichiga kiramiz. Bu tovar necha xili bilan muncha odzif yig'gan. Misol uchun bir xili bilan yig'gan bo'lishi mumkin va mana hozir necha xili turibdi. Bu yerda qimmat narxlilar, bu o'sha pardani ustidan tashlanadigan chexoli, hozir hammasi hech qanaqa oddiy to'l emas. Mana ko'rib turibsiz. Mana bizda hozir 2 ta, 4 ta, 6 ta, bu yerda 2 ta, 4 ta, 6 ta 10 ta qator desak, 60 xil tovar turibdi va 60 xil tovarimiz 74375 ta odzif bilan turibdi. 4.9 ball bilan. 4.9 bu yuqori ball. Agar analiz qilmoqchi bo'lsangiz, tovarlarni 4.5 dan pastiga qaramang. 4.5 dan pasti уже odzifi xato kamchiliklari bu tovarni ko'pligi evaziga reyting tushib ketgan bo'ladi. Har doim 4.5 dan yuqori bo'lgan odzifli tovarlarni odzifini hisobga oling. Birinchi navbatda biz tovarlarni eng ko'p odzif yig'ganini yozib olamiz. Daftarimizga odzifi mana shuncha va bu odzifni nechta tovar orqasidan yig'yapti. Demak, bu odzifni 60 ta tovar orqasidan yig'yapti. Tovarning setka bu bitta tovarni ichiga 60 ta tovarni ulanganligini bildiradi.
Bu juda ham sotuvni yuqori bo'lishiga ta'sir qiladigan, o'sha yaxshi ta'sir o'tkazadigan etap. Chunki siz magazinga kiryapsiz-da, bitta yoki ikkita tovar turibdi. Misol bitta yoki ikkita tovarni variant qilib bildirib qo'yishibdi o'sha pardalarni, to'g'rimi? Siz variant topa olmadingiz, buni ko'rdingizda, yana boshqa joylarni bir aylanib kelay deysiz, chiqib ketasiz. Bu yerda marketplace esa tovarlarni bir-biriga ulash, tovarni setkasidan beradigan etap. Siz bitta tovar ortidan kirdingiz va sizga shuncha tovarlarni variant misolda ko'rsatyapti. Siz aynan mana shu tovarni emas, boshqa tovarni sotib olsangiz ham, siz aynan mana shu покупательdan sotib olasiz. Ya'ni kirdingiz reklama ortidan yoki tovar ortidan, sizga bu tovar uncha mos kelmadi. O'sha bezagiga mos emas. Siz boshqa tovarlarni izlaysiz, boshqa magazinga chiqib ketmaysiz. Siz o'sha magazinning ichidan, o'sha sotuvchidan sotib olasiz, faqat bu tovarni emas, boshqa tovarni. Lekin siz shu sotuvchidan xarid qilyapsiz. Tovarning setki sizni ushlab qolyapti. Oddiy pardalarda razmeri bilan, rang fasoni bilan farq qilishi mumkin. Siz aytishingiz mumkin, "Munisaxon, biz tovarning setkani kengroq qilmoqchi bo'lsak, bizga katta investitsiya kerak bo'ladi-ku" deyishingiz mumkin. Albatta, tovarning setkani kengroq olmoqchi bo'lsangiz, kattaroq investitsiya kerak bo'ladi. Lekin bu degani, siz mana bu eskidan boshlagan покупатель singari bittada 60 ta tovarni olib kirasiz. Siz tovaringizni hatto 4-5 xilidan olib kirib, sekin-sekin talabga qarab, tushayotgan savollarga qarab, tovarning setkangizni kengaytirib borasiz. Misol uchun, oddiy mana shu tovardan yoki oddiy qanaqadir o'sha cho'llardan, derazaga ildiriladigan pardalardan kirasiz bo'lsangiz, bitta o'sha rulonidan oladigan bo'lsangiz, tikasiz misol uchun 100 santimetrlik, 1 metrligidan 5 ta, 2 metrligidan 5 ta, 3 metrligidan 5 ta. Bu bitta naqshligidan bo'lyapti. Bitta naqshni o'zidan siz 15 ta tovar tikdingiz. 1 metr, 2 metr. Endi ikkinchi naqshidan bu уже ikkinchi tovar hisoblanyapti va razmerlari ham har xil bo'lyapti. Ikkinchi naqshni o'zidan 1 metrligidan 5 ta, 2 metrligidan 5 ta, 3 metrligidan 5 ta. Demak, ikkinchi tovardan ham siz 15 ta kiritdingiz, 3 xil variantidan. Sizdan xarid qilmoqchi bo'lgan bering 5 xil variant, 3 xil yoki 4 xil razmer. Boshida 5 xil variant bering. Qaysidir boshqacha naqsh bo'lsin, boshqacha rang bo'lsin, 3-4 xil razmer bering. Razmerni setka, tovarni setka bo'lsin. Kirgan paytda sizga qolishi uchun va yoniga qo'shib metrli, boshqa naqshli, boshqa razmerdagi eniga bo'yiga o'zgarib boraveradi. Mana bu biza ko'rgan odzivlar yuqori bo'lgan продавец xuddi shunaqa kengaytirgan. Bittada siz nishani aniq sizga mosligini bilishingiz uchun etap bilan kengaytirib borishingiz kerak bo'ladi. Mana nima kichik mablag' bilan ham boshlash mumkin. Katta mablag' bu risk. Siz biznes shunaqa narsa, ko'pchilik o'sha narsadan qo'rqadi. Yo'qotsam men bittaga yo'qotaman, yutsam men bittaga yutaman. Shuning uchun yo'qotishga ham, yutishga ham siz bittaga erishmang, siz etap bilan erishing. Mayda summani kirgizing, tovarni kengaytirib boring. Agar sizga bu tovar sotuv darajasi, reytinglari ma'qul kelmasa, siz ko'p partiyada kiritmagansiz, ko'p mablag' kiritmagansiz, osongina ikkinchi boshqa tovar bilan yana kirib borsangiz bo'ladi. Agar siz bitta men aytayapman, misol pardani variant qilib, to'g'rimi siz analiz qilmasan, bo'ldi, parda zo'r ekan, bittada 100 xilini olib kirib tashlaysiz, sizda sotuv bo'lmasa, sotuv strategiyalarini bilmasangiz, sotish etapini bilmasangiz, ключевой словолari, SEO optimizatsiya qayerda o'qiydi, reklamalardan foydalanishni bilmasangiz, olib kirgan 100 xil tovaringiz, 100 xil tovarni setkangiz ham foyda bermaydi. Shunaqa bilim bilan olib kiring, 4-5 xil variant bo'lsin, 4-5 kengaytirib boravering. Hadavoy qaysidan ko'proq tushyapti? Urg'uni ikkinchi marta o'shanga bering. Agar sizda kuzatayotganlarimiz orasida ayollari yoki ayol kishilar kuzatayotgan bo'lsa, o'zlaringiz oddiy tikishni bilsangiz ham, mana shu narsani biznesga aylantiring. Meni shaxsan o'zimni hobbim to'qish. Men bu yerga kelmasimdan oldin turmush o'rtog'imning uylarida turganman. Bir o'zim turmush o'rtog'im Rossiyada bo'lganlar 1 yil va o'sha yerda zerikkanimdan, o'sha bilasiz, ayollar o'rtasida qanaqadir gap so'zlar bo'lishi mumkin, qaynona kelin munosabatlaridan qochganimdan o'zim uchun O'sha ichkariga kirsam, nimadir qilsam, to'qishni yaxshi ko'rganim uchun men to'quv iplarini olib kelib faqat to'qiganman. Faqat orada ayrim muammolar bo'lganligi uchun davlat ishiga yana chiqib ketganman bog'chaga. O'sha ishim qolib ketgan. Asli men u ishimni to'qib sotish uchun boshlagan edim. Hozir ham to'qiyman, farzandlarim uchun to'qiyman. Bu meni hobbim. Agar meni vaqtim bo'lsa bu narsaga, imkoniyatim yetganda yoki bu biznesni boshlamaganimda, men to'qish biznesini yo'lga qo'ygan bo'lardim. Ayni damda hozir kim to'qishni biladi? Hozir sezon, siz agar paypoqchalar to'qib sotmoqchi bo'lsangiz ham, biznes sizni boshlab ola olasiz. Boshlash.
tortib ketish tortadi o'zini. Siz o'qish bilan, hobbi bilan boshlasangiz, tortib ketish oldi soti bilan tortib ketadi. Asosiysi biznesni boshlab olish nimadir bilan. Kimdir oldi soti bilan boshlaydi. Kimdir basseyn belolarini, nalchkalarini to'qib boshlaydi, tikib boshlaydi. Kimdir parda tikib boshlaydi, kimdir to'qib boshlaydi. Kimdir rasm chiroyli o'sha chizgan rasmlarni chiza olsa yoki kompyuter orqali bostirib olib ramkalarga qo'yib sotadi. Kimdir o'ymachilik deydilar, nima deydilar uni? Unaqa menda shunaqa o'quvchilar bor, tajribadan kelib chiqib aytayapmanki, mana shunaqa kitob qo'yadiganlarni o'yib, yasab daraxtdan sotishdi. Suvenirchalar yasab sotishdi. Oddiy o'sha холодильникka yopishtiradigan magnitga shunaqa chiroyli so'zlarni "Mama, я тебя люблю" yoki qanaqadir o'zbek tilida Allohga tegishli qanaqadir chiroyli so'zlarni yozib magnitchalar sotishdi. Mana sizga bitta biznes. Biznes boshlash uchun siz menga joy kerak, menga magazin kerak yoki mablag' kerak, menga yordam bering, mana kimnidir eri qo'llayapti, siz meni qo'llamayapsiz degan narsalar kerak emas. Menda nima bor va men uni qanaqa kengaytira olaman? Menga u kengayishi uchun nima kerak bo'ladi? Qaysi detallar kerak bo'ladi? Birinchi siz biznes g'oya tuzishingiz kerak bo'ladi. Keyin platformalarga qo'rqmasdan olib kirsangiz bo'ladi. Hozir topdagi biznes onlayn marketplace'lardagi biznes. Offline bozor kundan kun o'lib boryapti. Offline bozorni o'zi xayolingizdan chiqaring. Mana bizda birinchi bosqich, biz odziflarni yozib olamiz va nechta tovar bilan bizni odziflarimiz shunchaki yetdi. Undan tashqari, uchinchi etap, biz sotmoqchi bo'lgan tovar, qanaqa tovar? Masalan, pardalarning xili bor. Aytganimdek, ustidagi chexoli yoki oddiy o'sha tullari. Biz qaysini sotmoqchimiz? Biz fokusimizni bittasiga qaratib olishimiz kerak. Pardalar deganda hamma pardani emas. Bizning qo'limizda qaysi, mablag'imiz qaysini materialga yetadi. Oddiy materialga yetsa, biz faqat oddiyni tekshirishimiz kerak. Agar qimmatrog'iga pulimiz yetsa, qimmatlarini tekshirishimiz kerak. Mana shu chexollarni o'zini necha puldan sotilyapti? Necha puldan sotilyapti? Misol, maksimumni yozasiz. 3000 dan sotilyapti. Maksimum, minimalli 1,5 so'mdan sotilyapti-da, albatta. Minimalli 1,5 so'mdan sotilyapti. Demak, biz endi yozib olamiz analiz qilayotgan paytimizda. O'sha sotmoqchi bo'lgan tovarimizni aniq o'zini bilib oldik, oddiymi, qimmatmi bilib oldik va o'sha tovarni eng qimmati necha puldan sotilyapti, eng arzoni necha puldan sotilyapti. Bu degani siz 3 metrligini ushlab olib, o'ziz 1 metrligini shuncha narxga sotaman degani emas. Razmeriga ham ahamiyat bering. 3 metrliklar qancha maksimum? Mana shu 3000. 1 metr qancha? 2000 eng arzoni. 3000 bilan 2000 ning o'rtasidagi farqni biz sredniy o'rtasidagi narxni biz tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Har doim narx belgilayotgan paytingizda, analiz qilayotgan paytingizda 3x ga hisoblang. Masalan, bozorga bordingiz, to'g'rimi? Sizda kalkulyator yo'q, sizda notebook yo'q. Bozorda optim narxini ko'rib olsam, notebookdan analiz qilib olsam sirazi degan imkoniyat yo'q. Siz bozorga boryapsiz, nimadir tovarni, yangi kategoriyani bilish uchun. Ko'rdingiz, bu tovar qancha? Misol uchun, mana shu bakalni oladigan bo'lsak, o'tgan safar ham shuni misol qildim. Mana shu bakalni oladigan bo'lsak, mana shu bakal sizda necha pul? Sizga prodavets aytadi, 20 ming so'm. Siz shundoq kirib notebookdan, "Voy, bu bakal 20 ming so'm ekan, o'zimda yoki Azonda necha pul sotilyapti ekan" deya olmaysiz. Shuning uchun sizga bitta life hack, agar siz optim narxini bilsangiz sotmoqchi bo'lgan tovaringizda va shu tovar marketplace da necha puldan sotilishi mumkinligini bilmoqchi bo'lsangiz, sirazi 3x ga hisoblashingiz kerak bo'ladi. Bu 100 ming so'mgacha bo'lgan tovarlar uchun juda ham qo'l keladi. 100 ming so'mdan oshiqqa qo'llasangiz juda ham qimmat narx chiqib ketadi. Misol uchun, siz bozorga bordingiz, bozorda shu bakalni sizga sotyapti 20 ming so'mdan. Misol sizga ayting, necha puldan bu bakal donasi? 20 ming so'm. Sirazi siz 3x ga ko'paytiring. 20 ming so'm tovarni optim narxi, 20 ming so'm tovarga ketgan rasxodingiz, upakovkangiz, o'sha reklamangiz hammasi 20 ming so'm, 20 ming so'm bu sizning foydangiz bo'lishi kerak. Точно 20 ming so'm emas, 10-15 ming endi o'rtada o'ynaydi. Sirasi siz 3x ga ko'paytirasiz. Demak, bu tovarni 60 mingga sotish mumkin, o'zimda yoki Azonda. Bo'ldi, yozib oldingiz daftaringizga. Nima uchun optim joylarga borishingiz kerak? Chunki siz optim поставщикларning o'zidan ham yangi ideya, yangi tovar olasiz. Misol uchun, optim joyga borsangiz, siz hozir qishga boryapsiz, ular yozgi legensiyalarni yoki yozgi sharflarni chiqarib qo'ymaydi-ku. Ular qishki sharflarni, qishki trendlarni chiqaradi. Siz plan bilan borgansiz, spiska bilan borgansiz, lekin borganingizdan keyin ulardan yana yangi tovar ko'rib qoldingiz. Mana bu meni xayolimga yo'q ekan. O'sha uchun ham yangi boshlovchilar bir bozorni biz aylanishimiz kerak. Optim joylarning o'zini yoki-da Xitoy saytlarining o'zini aylanishimiz kerak. Nimadan kelib chiqib? Birinchi navbatda qiziqishimizdan kelib chiqib. Misol uchun, ayollar bizdan kuzatib turgan bo'lsa, men sizga naushnik soting desam, Munisaxon, naushnik nima tushunmayman. Sensorda ishlaydim, knopkada ishlaydimi deysiz.
erkaklar kuzatib turgan bo'lsa, erkaklarga ayollarning aksessuarlarini soting desam, "Mo'yinsaxon jinnimsizmi, tushunmayman" deyshadi. O'ziz nima tovarni tushunasiz, nima tovarga qiziqasiz? Yozib oling. Misol uchun men ko'proq qiziqaman ayollar aksessuarlariga, bosh kiyimlariga, sharflariga, kiyimlariga, taqinchoqlariga qiziqaman ko'proq. Chunki Rossiya bozorida ayollar, mana shu Rossiyaning ayollari pulni ayamaydi bunaqa narsalardan. Sotib oladi. Biza ularning orqasidan boy bo'lamiz. Biza prodavitslarga foyda zo'r bo'ladi. Shuning uchun ayollar aksessuarlariga qiziqaman. O'zimni elektronikaga yoki qanaqadir kategoriyalarga urishni xohlamayman. Men qaysiga qiziqsam, qaysini tushunsam, o'shani sotishni xohlayman. Siz ham o'zingiz qiziqqan kategoriyani yozib olasiz va bozorga borib, aynan shu kategoriya bo'yicha tovarlarni izlaysiz. 100 ming so'mgacha bo'lgan tovarlarni 3x ga sразу hisoblab narxini chiqarib ketaverasiz. O'zingizga o'sha поставщикlarni vizitkalarni olsangiz, logistiklar ham bor hozir hammada. Uyga kelganingizdan keyin svobodniy o'tirib, men ko'rsatayotgan, hozir men o'rgatayotgan usulda siz analiz qilasiz. Bunga hech qanaqa analiz saytlaridan dostup, platniy saytlar sizga kerak emas. Men sizga besplatniy variantini aytayapman. Demak, biz eng baland narxini va eng past narxini yozib oldik va endi uyga kelib nech puldan sotishimiz mumkin. Agar bizning bakalimiz 3x da 60 mingga aylangan bo'lsa, Azon yoki uzun boshqa platformalarda 70 ming, 80 mingga turgan bo'lsa, biz buni sota olamiz 60 mingga. 60, 65 ming, 70 mingga sota olamiz. Agar platformalarda 50 ming, 40 ming turgan bo'lsa, bu tovarga biz yaqinlashmaymiz. Chunki bu tovarni kimdir arzonroq joyini yana ham topgan yoki katta ob'yomda zakaz qilgan, olib kirgan. Aytishingiz mumkin shu joyda Mo'yinsaxon ko'p tovarlar arzon platformalarda deyishingiz mumkin. Yo'q. Juda million xil tovar bor, million xil. Har doim siz odamlar qilgan yo'lda yurishingiz kerak emas, odamlar qilgan ish qilishingiz kerak. Kimga qaramay, nima analiz qilding desam, menga aytadi, naushnik, yo bo'lmasa trimmer analiz qildim. Yana nima analiz qildingiz? Hamma aytgan bir xil, naski analiz qildim. Hamma bir xil javob aytadi. Hech kim yangi tovar menga aytmaydi. Mo'yinsaxon men shu tovarni analiz qildim demaydi. Yo'q, siz shunaqa yangi tovarlar, trenddagi tovarlarni topishingiz kerak. Buning uchun sizga Xitoy saytlari yordam beradi. 1688 Taobao saytlariga har doim kirib turing. Har doim zakaz qilmasangiz ham ideya olish uchun kirib turishingiz kerak. Menga shunaqa tovar ko'zimga yaxshi ko'rindi, faqat marjasi juda ham pastligi uchun men qiziqmadim keyin. Shunaqa tovar bor ekan, yo'limdan chiqib qoldi. Ko'rayotgan paytimda men har doim Xitoy saytlaridan trendlarni izlayman. Yangidan, birinchilardan bo'lib trend olib kirmoqchi bo'lsam, men Xitoy saytlarini izlayman. Unitazga qo'yiladigan одноразовый chexol ko'rdim. Unitaz, masalan, ko'chaga chiqib qolsangiz, торговый sentrlarga unitazlarga o'tirgisi kelmaydi. Oddiy qo'pol qilib aytsam ham, hech kim tabi ko'tarmaydi unaqa ko'chadagi joylarga. Shunaqa sumkachasiga oddiygina, kichkinagina upakovkachada 10 ta bo'lar ekan, 15 ta bo'lar ekan pachkachaga. U siz bilan olib yursangiz, shunda unitazga kiydirib, bemalol o'tirsa bo'lar ekan. Mana sizga yana bitta yangi ideya. Siz hamma kirgan naski, trimmer, naushniklar bilan kirmay, u tovarlar уже eskirdi. U tovarlar bilan siz konkurentlar bilan raqobatlasha olmaysiz. Eski hamma kirayotgan tovarlar bilan siz marketplace'da raqobatlasha olmaysiz. Siz har doim yangi ideya olishingiz kerak. Siz o'sha nima deydi? Biznes boshlayapsizmi? Yaratuvchan bo'lishingiz kerak. Zo'r joyi. Biznes boshlayapsizmi? Marketplace'dami, offline qanaqa biznes boshlayapsizmi? Yaratuvchan, o'zgaruvchan, o'zgarishlarga moslashuvchan bo'lishingiz kerak. Misol uchun, marketplace'da komissiyalar o'zgarib turadi, reklamalar o'zgarib turadi, sistemasi o'zgarib turadi. O'tgan safardagi sistema zo'r edi, hozir bu qiyin ekan deb chiqillab qo'ysangiz, bo'ldi, sizning biznesingiz to'xtab qoladi. Bu yangi sistema nima uchun qo'yilgan? Nima imkoniyatlari bor? Ustida ishlashingiz kerak. Oddiy mana shu unitazga qo'yiladigan одноразовый kiydiriladigan chexolini o'ziga haqiqatan ham hayron qoldim. Oldin umuman meni esimda bo'lmagan. Lekin juda ham marjasi kam uni. Olib kelaman desangiz Xitoydan ob'yomi kichkina, kiloga unaqa ko'p pul olmaydi. Nimasi? Faqat marjasi pastroq. Bittada zo'r katta foyda olmaysizda, mayda tushib turgan zakazlardan mayda foyda qoladi. 500 so'm, 1000 so'm, 1,5 ming so'm foyda qolishi mumkin. Uzun marketda o'zida ham. Azon platformasida ham bu narsa bor. Xo'p, demak, bizda narxlar bo'yicha men 3x da hisoblashni sizga aytdim. Keyingisi esa odzivlarini biz ko'rib chiqishimiz kerak, yomon odzivlarini. Nima uchun? Men boshida aytdim sizga, 4-5 dan past bo'lsa, u tovarlarga albatta qarab chiqing, ko'p ahamiyat bermang. Misol siz pardalarni sotmoqchisiz deylik, qaysidir pardani reytingi juda ham past. Siz o'shanaqa pardaga qiziqdingizda, odzivi juda ham past. Siz обязательно o'shani odziviga kirib ko'ring. Ko'pchilik покупатель nimadan noligan? Agar siz o'sha pardani sotib olib, o'sha tovarni siz kiritsangiz, покупатель bu narsa bo'yicha sizga ham noliydi. Sizda ham reytingingiz tushadi. Siz qiziqayapsizmi bu tovarda? Sotmoqchimisiz? Kiringda
odzivlariga ahamiyat bering. Kim qanaqa savol bilan murojaat qilyapti, o'sha savollarga o'rin qoldirmasdan siz tovar kartochkasini yaratishingiz kerak. Misol uchun, deylik, savolga kirdingiz, kimdir aytayapti, bu tovaringizni asl rangi qanaqa, menga bilinmayapti deyapti. Kimdir aytayaptiki, 1 metr deb yozilgan, deylik, yoki o'sha qanaqadir razmeri bo'yicha savollar kelib tushyapti. Siz ko'proq qiziqtirgan savollarga javob ko'proq berib, tovar kartochkasini yaratishingizga yordam beradi. Og'riqli joy odamlarning qanaqa, konkurentlaringiz qaysi etaplariga ahamiyat bermadiki, ularda покупатель tomonidan savol ko'p. Aynan mana shu joylarini siz to'ldirgan holda tovar kartochkasini yaratasiz. Men bu narsani ham hozir sizga ko'rsatib o'taman. Demak, keyingi etapda biz o'sha sotmoqchi bo'lgan tovarlarimizni birinchi bosqichini, odzivlarni ko'rib chiqdik, pastroq qismiga tushamiz. 2-chi, 3-chi, 5-chi, 6-chi, 10-chi slaydlarga o'ting. Hozir siz analiz qilmoqchi bo'lgan tovaringiz bittada shunday yozasangiz, bittada sizga zo'r sotuv bo'lganlarni chiqarib beradi. O'ylaysiz, "Voz, sotuv zo'r ekan, men ham olib kirsam sota olaman." Yo'q, pastlarida 10-chi, 15-chi stranitsalarga o'tsangiz, umuman sotilmaganlar orqa-orqada turganlari ham bor. Yokida sotilib turib, reytingi pastlari orqada turganlari ham bor. Uni ham siz analiz qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ko'rib chiqasiz. Analiz deganda siz har doim solishtiring. Zo'r odziv bilan yomon odzivda, yuqori narx bilan past narxda, tovaringizda o'sha aynan sotmoqchi bo'lgan tovaringizni o'zini izlab analiz qilib ko'ring, savollarini analiz qilib ko'ring, undan keyin narxini analiz qilasiz. Hamma etaplarni yozib bo'lganingizdan keyin va undan keyin sizda o'sha sotmoqchi bo'lgan tovaringizni 1 yil oldin, 1 oy oldin, 3 oy oldin qanaqa sotilganligini bilish uchun siz o'sha analiz pullik ilovalardan foydalanasiz. Misol uchun, parda sotmoqchisiz, to'g'rimi? Pardani polnis analitikasini ko'rmoqchisiz. Bir oy oldin qanaqa sotildi, nechtadan sotildi? Masalan, hozir dekabrmi? O'tgan yil dekabrda qaysi paytda, o'tgan yil dekabrdan keyin qaysi paytda pardani analitikasi ko'tarildi? O'sha paytlarga men tayyorgarlik ko'rib boraman degan maqsadda siz o'sha продавецni o'zini o'sha skladlari, qaysi skladlarga yuboryapti, buni zo'r sotuv qilish uchun, qaysi skladlarda nechtadan tovari turibdi uni bilish uchun, mana bu yerda mana nechtadan sotilyapti, prosmotrlari nechta bo'lyapti, kuniga nechtadan sotilyapti, hammasini podrobniy, chuqur o'rganishingiz uchun sizga keyin analiz saytlari yordam beradi. Boshida siz mana bu yerda mana bizda ko'rsatib turibdi, men pastroqqa tushsam, mana analiz sayt orqali qaysi skladlarda nechtadan tovari borligi, eng kam tovarlar mana zo'r sotilayotgan skladlar. Yuqorida masalan Saratovga turibdi 98 ta tovar. Saratovga yuborilgan, lekin boshqalarga nisbatan Saratovda ko'proq turibdi. Saratovda talab kamroq. Boshqa skladlarga Samara, SPB Bugri, Sankt-Peterburg, Voronezh bularda o'sha kam qolgan, sklad o'zida kam qolgan. Qaysi tovardan qaysi skladga yuborsangiz sotuv yaxshi bo'lishini keyin siz analiz saytlari orqali chuqurroq o'rganib olasiz, chuqurroq ko'rib olasiz. Yangi boshlovchilar sizlar borgan sari o'sha biznesni rivojlantirish uchun xarajatlarni kamaytirishingiz kerak. Siz xarajatlarni kamaytirish usulini bilish kerak. Kimdir aytadi, "Menda katta mablag' yo'q. Men analiz saytidan dostib olib olishim uchun mablag' yo'q. O'sha uchun analiz qila olmayman, sotib boshlay olmayman. Menga yonimga turadigan odam yo'q, yetkazib beradigan odam yo'q." Hozir hamma sharoit bor. Kam mablag' bilan ham boshlasangiz bo'ladi. Fulfillment orqali ishlasangiz ham bo'ladi. O'zingiz tajriba uchun xatyabi borib kelishingizga ozgina yig'ib qo'ygan pulingizdan ishlatib yoki tovar olib kelib qo'ygansiz, yana tovaringizni to'xtatib turingda ozgina pul yig'ib oling, topshirish uchun, jarayonni o'zingiz ko'rishingiz uchun. Har doim biznesda siz jarayonni o'zingiz ko'ring, foydani o'ylamang. Foyda deganda qanaqa? Munisxon foyda o'ylamay, hozir birdan kirganimiz значит biz foyda ola olmaymiz deyishingiz mumkin. Yo'q. Foyda ola olasiz. Faqat foydani o'ylab kirmang. Men foyda olishim kerak, menga murojaat qilaman. Men sizga o'qisam, bir oyda qanchaga foydaga chiqaman? Men aytaman savollariga. Men sizga abishat qila olmayman foydani. Nimaga? Chunki bu tovarning biznes. Tovaringiz bugun qanaqa sotiladi, ertaga qanaqa sotiladi, sotuv jarayonida bilinadi. Shunaqa tovarlar bizda bo'ladi. Vau, zo'r ekan, analiz qildik desak, baribir o'zimiz kutgandek sotuv bo'lmaydigan tovarlar ham chiqib qoladi orada. Bo'ladi sotuv, sekin-sekin. Bizga bu tajriba beradi. Mana shu kategoriyadan qaysi tovardan ehtiyot bo'lishimiz uchun o'rgatadi. Minusga ketishingiz kerak emas. Lekin foyda ham, nima deydi? Foydani ham o'ylashingiz kerak emas. Mana shunaqa etap bilan jarayon bilan boshlaysiz. Bizga nima uchun men har doim sizlarga oson usulni o'rgatishga harakat qilaman. Ko'pchilik menga murojaat qilganlar, mablag'im kam, boshlamoqchiman deb murojaat qiladi. Shuning uchun ham men shuncha mablag' bilan boshlayman. Menga aytishdiki, "Mo'yinsoxon, $1000 puling bo'lmasa marketplace-ga kirma" deyishdi menga boshqa akademiyada. Agar $1000 pulingizni bittada tiksangiz, kim sizga javob bera oladi $1000 yo'qotmasligingizga?
kim sizga 100% javob bera oladi? O'sha sizga $1000 taklif qilganlar sizni videoga oladi. Prosta mana o'quvchim $1000 tikdi, 1000 ta tovar oldi, mana ko'ringlar deydi. Bo'ldi, video kamera o'chgandan keyin siz u $1000 tikkan plus 1000 ta olgan tovaringizni qanday sotsangiz soting. Risk bor hamma narsada. Kichik summa bilan boshlash to'g'ri sizda bittaga biznesmen qilib qo'ymaydi, fundamentini mustahkam qilishga yordam beradi. Shuning uchun ham xarajatlarni kamaytirgan holda biza ko'proq o'sha tovarlarning setkasini ko'paytirib, biznesni ko'proq o'rganishimiz kerak bo'ladi. Yangi boshlovchilarga birinchi navbatda notebook yoki kompyuter kerak bo'ladi. Обязательно, chunki bu biznes boshlayapsiz. Telefon orqali boshlash oson, lekin biznes boshlayapsiz, siz uchun oddiy operativkasi 6-8 bo'lgan kompyuterlar ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Chunki sложный programmalar bilan ishlamaydi bu yerda. Va termoprinterlar, ishtirok qilib chiqaradigan printerlarni keyinchalik olsangiz ham bo'ladi. Oddiy printerdan shunday PDF ni skachat qilib olib, kompyuter xonaga olib borib chiqartirsangiz ham bo'ladi. Hech narsaga bahonaga o'rin yo'q. Agar haqiqatan boshlayman desangiz, hamma narsani iloji bor. Hamma narsani. Xo'p, keyingisi mahsulotni biz qanaqa tanlashni ko'rib chiqdik siz bilan bepul usulini. Undan keyin biz mahsulotni qanaqa joylashtiramiz? Misol, qancha vaqtda sotuvga chiqadi? Ishoning, mahsulotingizni Amazon platformasi misolida olaman va Uzumda ham, hozir Yandexda ham, o'zim umuman marketplacelar misolida olaman. 10 daqiqada sotuvga chiqarishingiz mumkin. 10 daqiqada. Faqat u uchun mahsulotingiz qo'lingizda bo'lsa bo'ldi. 10 ta dona bo'lsa ham minimal boshlashingiz mumkin. Boshida siz yangimisiz, marketplace'da tajribangiz yo'qmi? Siz o'rganishim kerak deb boshlang. Mana shu tikayotgan tovaringizni ham tajribam uchun deb boshlang. Pul yo'qotishingiz kerak emas. Tenga teng ishlasangiz ham minusga ketishingiz kerak emas. Lekin siz tikayotgan tovar sizga tajriba berish kerak. Har bitta ishda boshlamasdan turib hech narsani tushunmaysiz. Har bitta ishda. Jarayonni ko'rmasizdan turib, men sizga so'g'otlab baqa bilim beray, so'g'otlab tushuntiray, siz jarayonni amalda sinamasdan turib hech narsa qila olmaysiz. Va boshlamasdan oldin xom xayolga ko'p berilish kerak emas. Meni kuzatib turibsiz, men sizga natijalarni ko'rsatyapman, o'zim natijani ko'rsatyapman deydi, skladga katta ob'yomda tovarlar yuborayotgan kursda siz o'sha narsaga xom xayol qilib, "Vo, mana hozir boshlasam, mashaq tovar yuboraman" degan narsa bilan boshlamang. Bular qanday boshlagan? Men ham shunaqa boshlashim kerak. Mayli, menda oliy maslahat yozishadi. Bepul konsultatsiya qanaqa? Menga yozishadi. Mo'yinxon nimadan boshlaydi? Qanday boshlaydi? Qaysi sistem menga to'g'ri keladi? Men so'rayman. Qayerdan boshlamoqchisiz? O'zbekistondanmi, Rossiyadanmi? Aytganlariga qarab, qancha summa bilan boshlashim kerak? Qancha investitsiyangiz bor? Qancha summa bilan boshlamoqchiman degan savol juda ham ko'p. Umumiy javob beraman. Minimalniy summa $150-200 bilan boshlasangiz bo'ladi. Qaysi platforma bo'lishidan qat'iy nazar. Va ikkinchi etap, qancha summa bilan boshlashingiz sizni tanlagan yoki qiziqqan tovaringizga bog'liq. Misol uchun, marketplace'da biznes boshlamoqchisiz, qancha tovar bilan boshlamoqchiman? Lekin birinchi navbatda biz olishimiz kerak, qaysi tovar bilan boshlamoqchiman? Qaysi tovarga qiziqishim bor? Misol uchun, siz qiziqasiz yoki sezonni ko'ryapsiz. Hozir qish yaqinlashyapti yoki bahor yaqinlashyapti. Keling, men futbolka sotmoqchiman. Demak, siz bu futbolkadan qancha olishingiz kerak? Bu futbolkani narxi necha pul? Agar 20 ming so'mdan bo'lsa, siz bu tovardan 10 ta olsangiz, sizga kerak bo'ladi 200 ming so'm. Siz bu tovardan 100 ta olsangiz, sizga kerak bo'ladi 2 million so'm. Mana sizda tikmoqchi bo'lgan investitsiyangiz qachon aniq bo'ladi. Lekin hali tovarim aniq emas, qancha summa bilan boshlashimni bilmoqchiman desangiz, minimalni $150-200 bilan bemalol boshlasangiz bo'ladi. Xohlagan insoningizga bu videoni jo'natib, qo'rqmasdan, mana shu Mo'yinxon aytdi desangiz bo'ladi. Aynan mana hozir kameraga yozilyapti, reels uchun. $150-200 bilan istalgan marketplace'da biznes boshlashingiz mumkin. Uni davom ettirish etaplarini jarayonda o'rganib borasiz, darslar jarayonida. Kimdir davom ettira olmay qolsa, всё, bo'ldi, to'xtataman, foyda ola olmayapman deydi. Davom ettirishni xohlagan inson chiqqan summani o'ziga o'zi aylantiradi. Biznes bu risk. Katta summa bilan hech qachon boshlashingizni maslahat bermayman. Bu degani siz 50% risk, 50% foyda emas. 80% foyda, 80%, 20% risk. Agar siz ustozni, nastavnikni to'g'ri tanlamasangiz, конечно, bu risk. Chunki bizada boshqa akademiyada o'qib kelganlarni juda ham qiynalib o'qityapsiz. Hozir ham men ismlarini aytaman, Zubayda opa, adashmasam, boshqa akademiyada o'qib keldilar, aytmadilar, sir saqladilar kimligini. Hozir jarayon bitta o'tayotgan darslarning o'zi shunaqa sложный o'tadi, chunki biza u akademiyadan olgan bilimlarni o'zimiznikiga to'g'rilab olishimiz kerak. Xatolarni to'g'rilab olishimiz kerak. Qiziqish bor. Xitoydan zakaz qilishni biladilar. Qilganlar, zakaz qilib tovar sotishni yo'lga qo'yganlar. Lekin sotayotgan tovarlardan qancha foyda olayotganlarini bilmaydilar. Borib so'rasalar, internetdan izlab video darsidan ko'rsatib berayotganmish. Men tushunmagan narsalarni aytmay, opa, o'zbek tilida gapiring deyarmishlar. Marja nimaligini hattoki tushunmaydiganlar bor. Sizda risk nastavnikda noto'g'ri tanlaganingizdan ham kelib chiqadi.
Demak, biz tovarni qanaqa qilib joylaymiz? Misol uchun Amazon platformasi, Uzum, Yandex, Wildberries hammasini sistemasi har xil, qonun qoidalari har xil. Lekin tovar kartochkasini joylashi, sotuvga chiqarishingiz uchun 10 minut yetarli. Agar yangi bo'lsangiz, tushunishingizda qiyinroq bo'lishi mumkin. 1 soat vaqt ajratsangiz, tovar kartochkasini yarata olasiz. Qo'lingizda tovaringiz bo'lsa, FBS orqali sotuvga qo'yib yubora olasiz. Bu o'sha maksimum 1 soatda sotuvni yo'lga qo'yish etabi. Agar sklad bilan ishlaydigan bo'lsangiz, 1 kun 2 kun vaqtingiz ketadi, skladga o'sha tovarni yuborasiz, bo'ldi, o'sha sotuv sizga boshlanadi. Sotuv boshlanguncha biz tayyor qilishimiz kerak, sotuv etaplarni to'g'ri olib borish uchun. Demak, Amazon platformasiga lичный kabinetga o'tamiz, tovar bo'limidan добавить tovar bo'limiga o'tamiz. Tovar joylamoqchi biza, tovar joylash uchun biza ruchnoy yoki shablon orqali qanaqa qilib tovar joylashimiz tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Har doim yangi boshlovchilar qo'lda tovar kartochkasini yaratinglar. IP shablon orqali, umuman Excel shablonlari orqali joylashtirish etaplari bor. Bular kimlar uchun kerak? Bular bittada 5 xil, 6 xil tovarni shunday joylab tashlash uchun kerak bo'ladi. Lekin men buni tavsiya qilmayman, o'zim ham amal qilmayman bu narsaga. Men tahrirlamoqchi bo'lsam, Excel shablon orqali bittada tahrirlayman, narxlarni o'zgartirmoqchiman, deylik, 10 ta tovarni narxini tushirmoqchiman yoki ko'tarmoqchiman. Shunday Excel formatda bittada o'zgartirib tashlayman. Lekin tovar joylashga men har doim hozirgacha qo'lda yarataman. Chunki qo'lda yaratsangiz, hamma informatsiyalarni o'zingiz o'qib, ko'rib, tushunib, cho'tga qilib joylashtirib chiqasiz. Birinchi navbatda biz tovar kartochkasini yaratish etapiga kiramiz. Naзвание degan joyga biz o'sha tovar kartochkamizni nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Keling, oddiy usul bo'lishi uchun, oddiyroq bo'lishi uchun mana shu nomni o'zini men kopirovat qolaman. Eslagan lifehack. Agar nomingiz tovar kartochkasiga nom qo'ymoqchi bo'lsangiz, konkurentlaringizni sotayotgan tovarlarning nomidan olib joylashtirsangiz bo'ladi. Biz tayin qilamiz va bizada o'zi srazu kategoriya kelib chiqadi. Tovarlarni kartochkasida nom qo'yayotgan paytingizda bir xil nomdan har doim nima deydi, takrorlamang. Masalan, parda so'zi yoki umuman boshqa so'zlarda yozdingiz, yana o'sha narsani takrorlamang. Повтор qo'ysangiz sizga qabul qilmaydi. Demak, kategoriya bo'limiga biz ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi yoki-da bizga taqdim etgan kategoriyani tanlashimiz kerak bo'ladi. Kategoriya eng muhim etabi. Chunki sizda tovaringiz agar parda bo'ladigan bo'lsa, sizda kategoriyangiz parda uchun qanaqadir jalyuziga turgan bo'lsa, parda deb izlaganda sizda tovaringiz ko'rinmaydi-da, parda bo'lsa ham jalyuzi deb izlaganda sizda pardangiz kelib chiqadi. Kategoriya sizni tovaringizni so'ragan покупательga aniq ko'rsatib berish uchun yordam beradigan etap. Eng muhim etap hisoblanadi. Agar kategoriyani siz qo'lingizda turgan tovaringizni bittada bilmasangiz, bitta life hack sizga qo'lingizda tovar turibdi, kategoriyasini bilmaysiz. Uning uchun Amazon, Wildberries, Yandex uzun farqi yo'q. Konkurentingizga o'tasiz va o'sha tovarning ustiga bosasiz, sizga kategoriyalar ketma-ketligini srazu ochib beradi. Domisat, tekstil, shtori, karniz, shtori, partyorы и bambiyorda bizda brend nomi turibdi. Adejda bo'limi, misol uchun, adejdada qanaqa kiyimga siz kirmoqchisiz? Futbolkalarmi yoki platyalarmi masalan kiryapsiz? Yubkalar bo'lishi mumkin. Любой bitta tovarni ustiga bosasiz. Misol uchun, masalan, любой bitta tovarni ustiga bosasiz, sizga o'zi adejda, женский adejda hammasini mana yuqorida ketma-ketlikda chiqarib beradi. Ketma-ketlikda. Oxirida platya deb kelib chiqadi. Oxirida kelib chiqqan so'z, agar sizda tovaringizga aniq tegishli bo'ladigan bo'lsa, demak siz kategoriya ketligini to'g'ri tanlagan bo'lasiz. Demak, bizda hozir aynan shtorimiz qayerga moslashtirilgan? Komnataga, komplektmi yoki faqat o'zini sotmoqchimisiz? Agar sizga berilgan variantlar to'g'ri kelmasa, siz qo'lda bu yerdan ham tanlab olsangiz bo'ladi. Agar variantlarning ichida bo'lsa, siz bemalol o'sha variantni o'zini tanlasangiz bo'ladi. Vanna uchun deb biz tanladik. Keyingisi bizda sozdать один variant, sozdать несколько вариантов. Siz bitta variantni o'zini birdan joylashtirmoqchimisiz yoki yuqorida aytganimdek bir nechta variantlarni joylashtirmoqchimisiz? Men har doim bitta variant qilishlaringizni tavsiya beraman. Qoladi, shtrok-kod Amazon o'zi shakllantirib beradi. Zignert qilamiz, saqlanib tugmasini bosamiz. Artikul bizga yozib olishimiz kerak bo'ladi. Artikul nima uchun kerak? Artikul boshqalarga ko'rinmaydi. Faqat bizga zakaz tushgan paytda qaysi tovarimizdan zakaz tushganligini bildirish uchun kerak bo'ladi. Artikulga nomlashtiramiz. Misol uchun 200 ga 200 ligidan zakaz tushganligini bilishimiz uchun artikulga yozib qo'yamiz. Tsena yozamiz. Vashi tsena degan joyga biz yozishimiz mumkin. Mayli 3000 rubl. Skidka qilmoqchimisiz? Misol uchun 1,5 mingdan sotmoqchisiz bu tovaringizni 3000 yozdingiz. Deylik 1600 skidka qildingiz. Bizda tak skidka adashdim bu yerda. Bu yerda 3000 dan sotmoqchisiz deylik, misol tovaringizni 6000 dan skidka qildingiz 50%. Bu yerga yozasiz 6000 so'm. Mana.
6000 so'mdan siz 50% skidka qildingiz, 3000 so'mdan sotyapsiz. NDS agar sizda NDS bo'lsa belgilaysiz, bo'lmasa 0 qilib qoldiraverasiz. Hozir kunda NDSlar uje chiqqanlar bo'lsa ham 0 turaveradi, lekin soliq to'layotgan paytingizda agar 1 milliarddan oshgan bo'lsa, Uzum platformasida, Azon platformasida belgilangan miqdordan oshgan bo'lsa, NDS chiqadi. Sizga 0 ko'rsatganingiz bilan soliq to'layotgan paytingizda uje NDSni hisoblab to'lashingiz mumkin bo'ladi. Qachonki оборотingiz katta bo'lsa, NDS chiqishi mumkin, atak yo'q. Gabaritini yozishimiz kerak bo'ladi. Tovarlarni upakovka holidagi gabaritini. Menga bor variantlarni hozir belgilayman. Upakovka uzunligi, shirinasi, visotasi и vesini belgilaymiz. Shu darajada qiziq, o'zi tovar kartochkasini joylayotgan paytlaringizda sizlarga o'zi yangi nima deydi, ishtiyoq paydo bo'laveradi. Men eng sevgan ish o'zim content menejeriman. Infografikalar, kontentlar yaratish juda ham sevaman. Sun'iy intellektlar bilan ishlashni juda ham yaxshi ko'raman. Montajlar, men o'sha naushnikni toqib qo'yib, menga hech kim xalaqit qilmasin, просто o'tirib, svobodniy ideal tovar kartochkasini yaratishni xohlayman. Agar siz tovarning setkani kengaytirmoqchi bo'lsangiz, siz birinchi bitta tovarni ideal qilib yaratib olishingiz kerak bo'ladi va undan kopiya olsangiz, kopiya olgan tovarlaringiz ham ideal ketaveradi. Agar bitta tovaringizni siz xato yaratsangiz, kopiya olgan tovarlaringiz ham xato ketadi va har bittasini xatosini ichiga kirib bittalab tahlil qilib chiqishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun har doim tovarning setkangiz kengroq bo'lgan tovar olib kirmoqchi bo'lsangiz, bitta tovarni chotka qilib, zo'r qilib yaratib oling. Mayli 1 soat, 2 soat vaqtingiz ketsin, qolganlarini o'sha chotkasidan kopiya olasiz, hammasi zo'r bo'ladi. Demak, bizda rasm joylashimiz kerak bo'ladi. Добавить foto degan joyiga biz hozir istalgan bitta men o'sha pardalardan rasm olaman, luboy bittasidan, farqi yo'q uni. Hozir men jarayonni tezlashtirish uchun va jarayonni sizlarga ko'rsatib berish uchun. Demak, azonga qaytamiz. Buning uchun kompyuterni unaqa zo'r bilishingizda hojati yo'q. 80% o'quvchilarimiz kompyuterni bilishmasdan bizani qiynashadi. Rost gap. O'quvchilarga nisbatan biz qiynalamiz. Ko'rsatishga, tushuntirishga masofadan o'qiydigan o'quvchilarimizga ham shunaqa prilojeniylar bor. Ularni kompyuterga kira olamiz, o'zlari ko'rib tura oladi. O'sha masofadan ham o'qiyotgan o'quvchilarimizga kompyuterlarga yordam beramiz. Shaxsan o'zimiz gohida aytamiz, 500 ming rubl bersangiz ham opa sizni o'qitmagan bo'lardi deb hazillashib qo'yamiz. No, tushunish oson. Ozgina 1-2 marta ko'rsatgandan keyin kompyuterga ham bemalol ishla olasiz. Chunki unaqa nima deydi, sложный programmalar yo'q. Rasm добавить qilishga kiramiz, skripkani ustiga bosamiz, olgan rasmimizni olib, открыть qilib, уже сохранить tugmasini bosamiz. Rasm bizga kelib chiqdi. Undan keyin brend degan joyiga, albatta brendni agar sizda sertifikatlar, ruxsatnomalari bo'lmasa, net brend qilib qo'yamiz. Обязательно net brend qilaveringlar. Naзвание bizda hozir men bu yerda naзвание model degan joyi bor. Bu tovarlarimizni kartochkasini bir-biriga oladigan joyi. Har bitta tovaringizni aynan mana shu joyda bir xil so'z yozsangiz, misol uchun men 10 xil pardani joylamoqchiman, bir-biriga ulamoqchiman. Bu yuqorida men sizga ko'rsatdim bu narsani. Ulamoqchi bo'lsam, aynan mana shu joyda 10 ta pardamda ham bir xil so'z yozilgan bo'lsa, tovarlarni bir-biriga ulanadi. Mana tovarlar qanaqa ulanadi? Tovarlarni bir-biriga ulash uchun Azonda mana shu aynan naзвание model degan joyi bor. Объединение одну карточка degan joyda bitta, любой bitta so'z yozsangiz, hammasida aynan shu joy bir xil bo'lsa, tovar bir-biriga ulanadi. Uzun platformalarida tovarni ichiga rang qo'shish, razmerlar bilan ajratish bilan siz tovarlarni bir-biriga ula olasiz. Demak, bizda bu yerda yozamiz. Men bu yerda kopirat qilgan so'zni o'zini qo'ysak ham bo'ladi. Istalgan so'z farqi yo'q. Visati santimetr bizga yozishimiz kerak. Endi bu yerda bizani tovarning o'zini hajmini so'rayapti. Tovarning o'zini hajmini 200 qilib joylashtiramiz. 2 metr bizga santimetrda yozishimiz kerak. 2 santimetr. Har doim berilayotgan savol joyiga ahamiyat bersanglar, sizlarga qanaqa savolni nimada yozishingiz kerakligini so'raydi o'zi. Millimetrdami, santimetrdami, gabarit, upakovkasimi, tovarning o'zimi, sizga savolni o'zi juda ham to'g'ri beradi. Faqat javobni siz belgilashingiz kerak bo'ladi. Hashtag ana shu narsaga ahamiyat beringlar. Hashtag hozirda platformalarda, Azon platformasini o'zini oladigan bo'lsak, bepul reklama hashtaglar. Любой bitta tovarga kirsangiz, agar qo'ygan bo'lsa, bular eski formatda qolmagan bo'lsa, mana qo'yilgan. Как лайфхак, да, juda ham zo'r. Как лайфхак. Bepul reklama Azon platformasida. Hashtaglar hozir kunda sizdan pul olmaydi, lekin sizni tovaringizni reklama qilib berishga yordam beradi. Mana любой bitta tovarga kirsangiz, hashtag turibdi. Misol uchun sizga shtora degan hashtagni ustiga bossangiz, kim aynan mana shu so'zni yozgan bo'lsa, hamma tovar ko'rinadi. Xuddi shunaqa bizga ham hashtaglarga har xil bizni tovarimizga mos bo'lgan so'zlarni yozib chiqishimiz kerak. O'zi siz yozishni boshlashingiz bilan sizga variantlar chiqarib beraveradi. Masalan, mana bizga o'zi chiqib keldi. Yana yozamiz. Shtora so'zini o'zi bor. Mana chiqib kelyapti. Hashtag qo'yib ketavering. Qo'yib ketaversangiz, sizga bu bepul reklama bo'ladi. Ikkita qo'yib sizga ko'rsatdim. Annotatsiya, описаниялari bor. Описанияni biz oldin qo'lda yozardik. Boshida men o'sha ishni boshlagan paytimda rus tilini bilmaganman. Rus tilini bilmayman deganlar ham bahona qilmanglar. Shaxsan men o'zim rus tilini bilmaganman. Google переводчик bir joyga yoqib qo'yardim-da.
o'zbek tiliga hamma описанияларni yozib chiqib, rus tiliga aylantirib, ozgina xatolari bo'lsa to'g'rilab, rus tilidagisini kopировать qilib, men joylashtirib qo'yardim. Nima покупательный savol kelsa kopировать qilib olib, o'sha o'zbek tiliga o'girib berish uchun o'sha Google переводчиga tashab, tushunib olib, yana o'zbek tiliga yozib, olgan ответimni rus tiliga kopировать qilib, mashq qilishganman. Biznes boshlamoqchim, sizga hech narsa bahona bo'lmaydi. Ichingizda bormi? Hech narsa bahona bo'lmaydi. Boshlama deganligim quloq solmaydi. Shaxsan men o'zimni uydagilarimdan shuni qaytarishlar bo'lgan. Kerak emas, posuda yuvishga ishlasin, pollar tishga ishlasin, vaqt yo'qotyapsan. O'sha qaynonamlar aytganlar, o'sha turmush o'rtog'imga xotiningni ishga qo'y. Даже shunaqa holatlar bo'lgan, uzr so'rayman. Bochiq ishlaydigan vaqtlari ham bo'lgan turmush o'rtog'im. Achchiqlar kelgan paytda. Men ishlayapman, o'zimni ustimda ishlayapman. Nimadir qilish kerak, olib chiqish kerak. Ikkita bala qo'limda, o'sha bitta kichkina, kattam kichkina edi. Qo'limda nimadir qilish kerak. Oxiri o'sha shunaqa taqab kelgan payt, mayli, oddiy ishda ishlayman degan paytlarim bo'lgan. Yo'q. Naqa oson taslim bo'lish kerak emas. Yechim izlasangiz har doim yechim bor. Hozir sun'iy intellektlar siz uchun hamma narsani bajarib beradi. Faqat vопросda o'sha nima deydi, siz berayotgan savolingizda to'g'ri berishingiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda описанияларni o'zi zignert qilib beradi. Mana zignert tugmasini bosasiz azonga, bo'ldi. Siz brend nima deydi, kategoriyani belgiladingiz, nomini yozdingiz, sizning tovaringizni razmeri, bergan nomlaringizga qarab, endi o'zi описанияsi beradi. Har bitta magazin uchun 200 ta har bir oyga beradi. Xohlagancha almashtiring. Hozir siz bizga mana o'sha zignert qilib berdi. Описание bizga tayyor yaratib berdi. Hech qayerga murojaat qilmadik biz. Yo'qmasa, zignert еще раз deysiz. Yana boshqa tayyorlab beradi sizga. Mana 199 ta qoldi. Bir oyda bitta magazin uchun 200 ta beradi. Har oy yana yangilanadi. Demak, bizda ikkinchi описаниemizni tayyorlayversa, Ширина сантиметр, цвет товара, название товара. Shirinasini yozishimiz kerak. Biz hozir длина уже ko'rinishdagi uzunligini yozdik. Shirinasi bizga 200 deganimiz uchun Shirina mana bizda o'zi yangi описание tayyor bo'ldi. Bunisida ham 200. Ozgina konditsioner pasaytirsangiz zo'r bo'ladi. Цвет tовара. Qanaqa цвет bizaniki? Mayli bo'lsin bejevый. Naзвание цвет degan joy bor. Shu yerda sizga savol tug'ilishi mumkin. Munisaxon, цвет o'zi bizda so'radi, belgiladik. Nima uchun yana biz qo'lda yozishimiz kerak deyishingiz mumkin. Ko'pchilik bilmaydigan etap bu ham. Men o'sha tovar joylash darsligini Azon kursini ichida ham, Uzumda ham, Yandexda ham yo'q qismlarga bo'lib ko'rsatib beraman. Yokida 40 minut, 50 minutlik bitta video darsi bo'ladi. Nimaga? Chunki bu juda ham to'liq, har bitta etapini o'zini sekretlari bor bo'lgan darslik. Bu bizani savdomizni oshirishga yordam beradigan birinchi bosqich. Aynan mana shunaqa naзвание цвет degan joyiga biz nima uchun yozishimiz kerak? Agar misol men sizga nima uchunligini tushuntiraman. Misol uchun telefon sotmoqchiman. Shu telefonimdan bejeviysidan bitta bor, yana bitta bejevey bor, faqat uni naqshi boshqa. Bitta bejevey bizda однотонный, bitta bejeveyimiz qanaqadir naqshli. Faqat rangi bejevey. Biz endi buni bir-biridan ajratishimiz kerak. Agar siz bejevey tovaringizda bu yerda ham bejevey, ikkinchi tovaringizga ham bejevey deb yozib qo'ysangiz, bu tovar bir-biriga qo'shilmaydi, shunday bu sanda bor bu tovarda. Biza bu tovarimizni nimasi bilan ajralib turishini yozishimiz uchun kerak bo'ladi. Ikkita bejevey tovarimiz bir-biriga ulanishi kerak, lekin nimadir bilan farq qilish kerak. Demak, bizga yozishimiz kerak bu yerda bejevey и yokida bejevey belli. Ozgina belli tomoni bor, ajralib turish uchun. Misol uchun yozamiz. Bejevey belli. Mana давай черный qilaylik. Rus tilida harfini topolmayapman. Voy, bunday bor ekan. Xo'p, mayli, bejeveyni o'zini deylik, gipyur yozamiz. Gipyur. Mana. Bo'ldi. Biz o'sha gipyur bilan ajralib turishini ko'rsatib berdik. Dalshi agar davom etmoqchi bo'lsak, biz dalshi заполнить boshini bosamiz, agar shu yerda yakunlamoqchi bo'lsak, keyin davom ettiraman desangiz, завершить создание tugmasini bosamiz. Заполнить boshi tugmasini bosamiz, bizda уже yana xarakteristikamiz yuqorisiga chiqardik, kam joylarini to'ldirishimiz uchun. Endi bizda ves tovari so'rayapti. Bizda boshida ves upakovkasini so'raganda, adashish kerak emas aynan shu joylarda. Bizda endi ves tovarni o'zini so'rayapti bizda. Agar gipyur bunaqa oddiy nimalar bo'ladigan bo'lsa, ularning vesi juda ham yengil bo'ladi. Mayli 50 gram deb yozamiz. Количество tovar bu yerda hozir biz kodni ko'rsatishimiz kerak, чтобы Belarusiyada sotilish uchun bu tovardan nechta borligini, masalan, upakovkada nechta sotayotganligingizni ko'rsatish uchun bitta deb bosamiz. Pastga tushamiz. Naзвание gruppa degan joyga biz qaysi gruppaga kirishini yozishimiz kerak bo'ladi. Bizaniki shtor bitta o'sha komnata uchun belgilangan shtorimni men qo'yib chiqayapman. Mana shu gruppaga kiradi. Agar hammasi komnata uchunmi, vanna uchunmi, deraza uchunmi, hammasi bitta gruppaga kirsin desangiz, для комнаты degan joyini o'chirib tashlaymiz.
Vet что deydilar? Vanna. Vanna uchun belgilayotganimiz uchun veti qanaqa? Men hozir aynan qaysi birini qanaqa qo'limda turganligini hozir qo'limda yo'q bilmayman. Любой bittasini belgilashimiz mumkin. Agar siz xarakteristikalarda bilmaydigan savollar kelib chiqqan bo'lsa, bitta lifehack zo'r sotilgan, faqat otzifi yaxshi bo'lgani ichiga kiringda, u aynan shu joyga nima yozgan. Shunga qarangda, siz ham belgilab ketavering. Faqat sizda tovaringiz uniki bilan bir xil bo'lishi kerak yoki salgina o'xshash bo'lishi kerak. Demak, bilmagan joylaringizni topa olmasangiz ochiq qoldiring, yolg'on ma'lumot berishingiz kerak emas. Demak, pastroq tushamiz. Vid printer degan joyga qanaqa bizani 3D effekt ko'proq men 3D effekt meni o'zim sotgan paytim ham количество upakovka biz количество nechta sotyapmiz bitta upakovkada bitta sotyapmiz agar bitta upakovkada ikkita bo'lsa ikkita deb yozasiz garantiyniy srok yozamiz garantiyniy srok bermanglar iloji boricha berishlaringiz kerak maksimum 7 kungacha atak kerak emas. Strana izgotовитель har bitta tovarni ishlab chiqarilgan mamlakati bo'lishi kerak. 80% hamma joyda hozir Kitaylar egallab tashagan. Bu ham Kitay qilaveramiz. Demak, vet bizda hozir ruchная работа, fabrichniy bo'lsin mayli. Komplektida nimalari bor yozib chiqamiz. Agar faqat o'sha pardani o'zi bo'ladigan bo'lsa, qoldiraveramiz parda deb. Komplektida nima turlari bo'lsa, yana yozib chiqamiz. Количество заводской упаковка bitta. Bizda tenvet kod hozirgi kunda chestniy znak masalalari bo'yicha bu tovarlarga chestniy znak so'ramaydi. Chestniy znak so'ralgan tovarlarga tenvet kod yozilishi kerak bo'ladi. Tenvet kodni ham Yandex platformalari, Yandexning o'ziga poisk bersangiz, misol uchun shtorlar uchun, pardalar uchun tenvet kod qanaqa bo'ladi desangiz, sizga tenvet kodini chiqarib beradi. Daley bizaga уже rasmlar oynasi ochildi. Rasm mana bu yerda iloji boricha minimalniy 5 tadan maksimum 15 tagacha rasm bo'lishi kerak. Minimalniy yo'q deganda 5 ta rasm sizda bo'lishi kerak. 3 ta 4 ta уже sizga effekt beradigan emas. Va rasmlarni, infografikalarni alohida e'tibor berishingiz kerak. Har doim men sizga bitta zo'r etapini aytib o'tib ketaman. Iloji bo'lsa eslab qolaman desangiz yozib oling. Har doim juda ham muhim joyi bu ham. Aytilganmi? Demak, demak bizda boshqa narsa o'chirib tashlaysiz bo'ladi. Demak, bizda har doim qaysi platformada bo'lsa ham doim postli juda ham zo'r effekt beradi. Juda ham zo'r. Qanaqa? Siz kiyim-kechak sotmoqchimisiz yoki oddiy tovarlar sotmoqchimisiz ayting. Oddiy tovarlar sotmoqchimisiz? Qanaqa tovar sotishingizdan tashqari siz покупательga bittada o'zini ko'zini oldiga shu sotayotgan tovaringizni uyiga tasavvur qilishi uchun покупатель sizdan sotib olmoqchi o'sha tovarni. O'sha tovarni o'zini uyiga olmoqchi bo'lsa, uyiga tasavvur qilish kerak. O'ziga bo'lsa, o'ziga tasavvur. Farzandiga olyaptimi? Farzandiga ko'zini oldiga keltirish uchun har doim postli effekt beradi. Sizda shunaqa bo'lish kerakki, pardami shu osilib turgan yoki sarg'ayib qolgan oddiy parda misolida bo'lsa, siz postlini qo'ying. Agar shu pardani to'qsang, uyi shunaqa ko'rinadi. Yokida shunaqa kremlar bor, oddiy kosmetikalar oladigan bo'lsangiz, qanaqa qo'li shunaqa nima shig'irroq bo'lib qolgan, unaqa yorilib ketganda, bu kremni ishlatganingizdan keyin postli qanaqa bo'ldi? Shunaqa zo'r, mягкий bo'ldi. Yuzingiz, sochlaringiz uchun kraskalar bo'lsa, doim postli. Har doim hamma tovarda doim postli etabi juda ham muhim rol o'ynaydi. Va bu etap покупательni sehrlaydi. Misol, sizni shunaqa sun'iy intellektlar bilan nima uchun Xitoy saytlariga e'tibor bersangiz, Xitoyda shunaqa modellarini ozg'in makiyajlar bilan yuzlarini silliq qilib shunaqa chiroyli ko'rsatib beradi. Zakaz qilsangiz, boyaga prikol deydi bag'im. Xontaxta zakaz qiladi Xitoydan, keyin keladi igrushka xontaxta bo'ladi. U bunaqa stol bo'ladi aslida. Stol zakaz qiladi, igrushka kichkina korobkaga keladi. Mana sani zakazing. Bu hayron qoladi. Men bunaqa zakaz qilmagan. Ochadi-da, uni katta mehmonxonasiga kichkina qilib stol qo'yib qo'yadi. Turmush o'rtog'i kelgandan keyin qani zakaz qilganing desa, mana turibdi oyog'ing tagiga deydi. Shuna qarasa, u kichkinagina stol bo'ladi. Xitoydagilar shunaqa infografikaga, rasmga urg'u beradiki, sizni o'sha ko'pchilik agar zakaz qilganlar kirgan bo'lsa, bittada jalb qiladi. Bittada tasavvur qilasiz. Wow, zo'r ekan. Bolangizga kiyim olmoqchi bo'lsangiz ham ko'kilkalarga, sun'iy intellektlarda kiydirib qo'yishadi. Wow, men o'sam bolamga shunaqa turar ekan degan fokus bo'ladi. Siz ularchalik unaqa aldab tashlamang, lekin doim postli infografikalarga ko'proq urg'u bering. Ko'proq ularni tasavvuriga kelsin. Mana misol oddiy mana shu pardani o'ziga e'tibor bersanglar, uyiga tasavvur qilib beryapti. Uyiga. Shunchaki pardani o'zini ildirib qo'ygani yo'q. Sizni uyingizga urg'u beryapti. Sen agar uyingni shunaqa bezasang, shunaqa parda to'qsang degan qiziqish beryapti. Har doim покупатель 60-70% emotsiyaga berilib oladi, emotsiyaga. Siz unga emotsiya berishingiz kerak. Infografika orqali, doim postlar orqali. Eng zo'r ishlaydigan etap hisoblanadi bu. Ayniqsa marketplacelarda u nima deydi? Nima deydi bu aylanib
ko'zlar aylanib qolib, fokuslanib qoladi-ku, mana shunaqa etap hisoblanadi. Ikkinchisi, videoga men bu narsani tavsiya qilmayman. Bu же naоборот. Videolarda juda ham ko'pchilik ko'raman, videoda yurgan modellarni uzoqdan bunaqa rubchik legensiylar bo'ladigan bo'lsa, yursa, tursa bilinmaydi, uzoqdan ko'rinmaydi. Videoda siz tovarni asl ko'rinishini ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Rasmga infografika bering. Videoda siz tovarni o'zini ko'rsating. Men o'quvchilarimga ham aytaman. Shunda qo'llaringizga perchatka kiyinglar, juda ham uyalsanglar qo'llaringizdan. Misol oddiy ishda ishlaydiganlar bo'lsa, men qo'lim bunaqa chiroyli emas, men esa qanday videoga olaman? Yo'q. Telefoningiz zo'r ham bo'lishi kerak emas. Ekran toza bo'lsa bo'ldi. Ekranni artingda, shunda chiroyli joyga tovaringizga, shunda qo'lingizga perchatka kiyib tovaringizni ko'rsating deyman. Kiyim bo'lsa, narsalar bo'lsa, ishlatib ko'rsating, nasatkalarini ko'rsating, tovarni o'zini rezinkalarini ko'rsating, ichini mягкиligini ko'rsating, tortilishini ko'rsating, pasatkalarini ko'rsating deyman. Mana videoda infografika qanaqadir montajlar kerak emas. Marketplace'da videoda tovarni o'zini aslida kerak. Sotib olayotgan odam yaqindan ko'rish kerak uni. Tikishini ko'rish kerak, kiyim-kechaklar bo'lsa, ishlashini ko'rish kerak, nasatkalarini ko'rish kerak. Kerak bo'lsa lineykalar bilan o'lchab ko'rsatib bering deyman. Shu nasatkasi bormi? Pasatka, mana pasatkasi bo'ladi, mana kiyimlarni, bruylarni deylik, legensiyalarni o'lchab ko'rsating deyman. Qalinligi, sredniy, kichkinami? Mana sizga effekt beradigan narsa. Sizda sotuv zo'r bo'lishi uchun, zo'r analiz qilib, saytlar orqali analiz qilishing kerak-da, topishing kerak, lekin men bu yerda zo'r informatsiya bera olmasang, tovar kartochkasini to'ldirishni bilmasang, reklama bilan ishlay olmasang, hashtaglar nima, reklama, optimizatsiya, ключевые слова, ular bilan ishlashni bilmasang, seni zo'r tanlagan tovaring hech kimga kerak emas. Hech kimga kerak emas. Haqiqat, har doim haqiqat borda bitta narsa. Siz chestniy sotuvchisiz. Siz qo'lingizda качественный tovar olib kelib qo'yibsiz. Zo'r sotiladi deb o'tiribsiz-da, rasmlarga, tovar kartochkalariga informatsiya bermayapsiz. Agar sotib olsa, siz podarka ham qo'shib bermoqchisiz. Lekin ular sizdan ham ko'ra kачествоsi yomonroq bo'lgan, lekin informatsiyani zo'r bergan, narxi kistani ko'taradigan darajada tovarga ko'proq boradi. Ko'proq talab o'shanga bo'ladi. Har doim turetskiy tovar, amerikanskiy tovar degan narsalarni marketplace'ga olib kirmaylar. Agar siz shunaqa zo'r taniqli brend olib kirmoqchi bo'lsangiz, marketplace'dagilarning kistasi bu narsani ko'tarmaydi. Siz maydaroq investitsiya bilan boshlayapsizmi? Siz o'sha sredniy tovar olib kirishingiz kerak bo'ladi. Misol, uzun marketda Ozon va Wildberries'da sotib oladigan trend tovarlarni zo'r sota olmaysiz. Labubu oddiy misol, hozirda trend bo'lgan tovarlar. Labubularni uzun marketda sotuv zo'r bo'lmaydi. Nimaga? Chunki O'zbekiston xalqi kerak bo'lsa oladi. Blogerlar bu qanaqadir oliftalar olib uni sumkachasiga keltirib qo'yish uchun olsa oladi, atak o'zimizdagilar kerak bo'lsa oladi. Blogerlar bilan trend orqasidan qo'yadi. Men Labubu oldim, Labubu shunaqa bo'lar ekan, bo'ldi olishadi videoga olish uchun uni. Rossiyada bo'lsa, hamma yosh kattam, yosh kichkinam trend olish kerak ular. Bo'lmagan narsalarga bular pul sarflash kerak. Вот поэтому biz trend uchun Rossiyaga harakat qilamiz. Lekin O'zbekistonga biz O'zbekistonni talabiga qarab olib kiramiz. O'zbekistondagilarni kistasi ko'taradigan narx bilan olib kiramiz. Ko'pchilik kistasi ko'tarmaydi, qimmat. Turetskiy, amerikanskiy narsalarni siz alohida bitta gruppacha ochib olib, tanishlaringizdan o'sha asl narsa olaman, qimmat bo'lsa ham degan narsa odamlarga sotmasangiz, atak marketplace'larga sota olmaysiz. Shuning uchun ham bu narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Video blogga albatta birinchi boshda ko'rinadigan etap. Video blogga ham qisqa lo'nda ma'lumotcha bersangiz bo'ladi. Bu yerda образец цвет degan joy bor, tovarlarni bir-biridan ajratib turadigan. Shunaqa tovarlar bor, siz ulab qo'yasiz nomi bilan. Lekin siz ulashingiz kerak uni o'sha xili bilan. Boshida ko'rsatganimdek. Kiyim bo'lsa, joltiymi? Kiyib turganini siz образец цвет degan joyga qo'yib qo'ysangiz, tanlayotgan paytda joltiy kiyib turgan qiz, zelyoniy, krasniy, siniy, xohlaganini tanlab ko'rib olishi uchun. Rich content degan narsa bor. Rich content ko'pchilik bilmaydigan narsa. Rich content nima uchun kerak? Shaxsan men o'zim rich content juda ham ahamiyat beraman sotib olayotgan paytimda. Rich content menga o'xshab описаниеni podrobniy o'qib chiqishga sabri yetmaydiganlar uchun. Rich contentda qisqacha описание beriladi, rasm ko'rinishida beriladi. Keling, men sizga rich content nimaligini ko'rsataman. Rich content описаниеni o'rniga rasmlar orqali ma'lumot berish. Mana bu yerda, mana ko'rib turibsiz, bu yerda oddiy описание berilgan. Keling, endi rich content ko'rsatilgan birorta tovarga kiramiz. Va ko'rsataman hozir sizga. Bu yerda yo'q ekan. Pastroq tushamiz. Mana rich content. Misol uchun, mana описание degan joyda biz oldin ko'rdik, oddiy yozuvlar yozilgandi. Bu yerda esa doi postli bilan, mana boya men yuqorida aytdim sizga, doi postli bilan rich content bilan berib qo'yibdi. Ko'rdingizmi? Qanaqa effekt beradi sotuvga? Odzivini qarang, 25785 ta.
Har doim tovarni sotuvni yo'lga qo'yishdan oldin sizga ustoz nima uchun kerak? Mana shunaqa mayda detallarni bilishingiz uchun. Hozir men sizga berayotgan informatsiyalarni bilasizmi? Undan biri. Aslida bunaqa informatsiyalarni kursda biz podrobniy tushuntiramiz. Har bir detalini. Kursdan tashqari ham jarayon o'zgarib boraveradi, marketplace o'zgarib boraveradi. Bizga savol bilan murojaat qilishadi. Munisipa mana shu joy o'zgaribdi, mana shu yerda yangilik kiritilibdi. Qayerga qanaqa e'tibor berishimiz kerak? Jalol aka ayting. Biz bularga podдержка beramiz. Ularga savol kam, yangi o'zgarishlar bo'yicha inagida tug'iladi. Mana rich content nima? Rich contentni biz ichiga kirib yaratishimiz kerak bo'ladi. Rasmlar orqali открыть редактировать yaratamiz. 2 minut vaqtimizni oladi. Dali bizda уже tovar kartochkasi tayyor. Hammasini tekshirib ko'rib chiqamiz va oxirida biz завершить tugmasini bosamiz. Tovar kartochkamiz уже bizda tayyor. Oxirida отзыв, забал, предвижение, рассрочкаlarni o'chiramiz, отправить на модерация tugmasini bosamiz. Demak, bizda hozir 2-3 daqiqadan keyin tovarimiz уже готов к продаже turadi. Bo'ldi. Hech qanaqa ошибкасы bo'lmasa, biz уже FBS da sotuvni yo'lga qo'yish uchun sonini ko'rsatamiz. Bo'ldi, bu tovarimiz sotuvga chiqib ketdi hisoblanadi. Prosta sonini ko'rsatish orqali sizning tovaringiz sotuvga chiqib ketdi hisoblanadi. Hammasi men hozir o'rgatayotgan narsalarimga yurmayapman, turmayapman, prosta tak o'tirib kompyuter orqali boshqaryapman. Istalgan joydan qilishingiz mumkin bu narsani. Любой joydan, Amerikadamiz, Turkiyadamiz, Koreyadamiz farqi yo'q. Bizda fulfillmentlar bor, O'zbekistonda ham, Rossiyada ham siz uchun tovarlarni zakaz qilasiz, qabul qiladi, shtrix-kodlaydi, upakovkalaydi, отгрузка qilib beradi. Qolgan har bir etapni siz lичный kabinet ichidan boshqarasiz. Faqat agar siz bu jarayonda o'z ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bozorlarga bir marta borishingiz kerak, optim joylarga. Ishlab chiqaruvchilar bilan misol uchun Xitoyni o'zidan zakaz qilishingiz mumkin. Bir marta tovarlarni skladga topshirsangiz bo'ldi, hammasi o'zi notebook orqali. O'zini tortib ketaveradi. Bizda Koreyada o'qiydigan o'quvchilarimiz, Koreyadan o'qiydigan o'quvchilarimiz pulini tashlashadi, optim поставщикlarni o'zi bilan dogovor qilib, ularga o'zi to'lashadi pulini. Munisipa yoki Jalol aka men to'ladim, nakladni bizga tashlaydi, fulfillment yigitlar oladi uni, qachon kelishini поставщикlar bilan gaplashadi, qabul qiladi, upakovka qiladi, отгрузка qilib, bo'ldi, уже tovar yetib borgandan keyin o'quvchilarimiz o'zi подтвердить qilib, tovarlarni sotuvga qabul qiladi. Все hammasi notebook orqali boshqariladi. Pulni ham istalgan joydan chiqarish mumkin, istalgan joyga chiqarish mumkin. Pulni o'zimga chiqarib bering, o'zlariga O'zbekistonga chiqib, O'zbekistonga xohlagan joyga siz chiqarishingiz mumkin. Mana biz tovar kartochkasini yaratdik. Endi mana уже bizning tovarimiz 2 daqiqada готов к продаже bo'ldi. Bo'ldi, уже sotuvga chiqarsangiz bo'ldi. Endi biz mana bu yerdan Azon skladiga, May skladi, Azon skladma, sklad Azon degan joyi bor. Sklad Azonga tovarlarni skladga topshirasiz, May skladi degan joyga siz tovarni sonini ko'rsatasiz, уже sotuvga hozir chiqib ketadi. Demak, biz endi eng yana bitta muhim joyi, yangi boshlovchilar biz qaysi sistemada boshlashimiz kerak? Ayni shu 2026-yilda biz Azon, Wildberries, Yandex uzun platformalariga boshlamoqchi bo'lsak, qaysi sistemada boshlashimiz kerak? FBO, FBS, Real FBS, DBS sistemalari bor. FBO fulfillment by operator, FBS fulfillment by seller, Real FBS fulfillment by seller, DBS deliver by seller. Bularni mana anglatadi va bizga qaysi biri to'g'ri keladi. FBO sistemasi bor, bu sklad orqali ishlash. Ya'ni siz tovarlarni skladga yuborasiz, upakovka qilib shtrix-kodlab, tushgan zakazlarni faqat sizga o'zimlaniya qilib jo'nataveradi. Zakaz tushdi, o'zlari отгрузка qiladi, vaziyat bo'lsa sklad o'ziga qaytaradi, yana upakovka qilib, yana sotuvga qo'yib. Bu FBO sistemasi. Siz faqat tovarlarni bittada upakovka qilib yuborishingiz kerak bo'ladi. 20 tadan 30 tadan boshlashingiz mumkin tovarlarni. 12600 rubl bilan boshlagan o'quvchimiz bor edi. Bir blok legensiya bilan boshlagandilar. Bir blok legensiya ichida olmishta bo'ladi. 200 qanchadami bilmayman, 100 qanchadami hozir aniq eslolmayman. 170 dan 180 rubldan olib o'sha Azon platformasida bir blokdan boshladilar. Ko'tarib oldilar. O'sha bir blok, bir xil tovarni o'zi bittada tushib ketdi. Shoshib qoldilar. Habiba o'zimiz yaqinda tugatgan o'quvchimiz boshida yo'q pulim kam, hozir tikmay turaman, shu bir blok tikib ko'ray qani dedilar-da, bir blok tikkanlardan keyin sразу o'sha sotuvga qarab pulim paydo bo'lib qoldi. Pulim qayerdandir topilib qoldi biznes uchun. Qarasalar o'sha tovar tugab tikish kerak. Yo'q pulim degan inson o'sha sразу pul topib ikkinchi blokda sразу zakaz qilib yubordilar. Mana shunaqa qilib boshlash mumkin. Bu o'zi skladga yuborib, bir partiya o'sha 60 ta tovarni upakovka qilasiz, yuborasiz. Bo'ldi, sotilib o'sha yerdan tugaveradi. Qaytsang o'zi qaytadi, yana o'zlari brak bo'lmasa sotuvga chiqarib yuboradi. FBS sistemasi fulfillment by seller. Biz o'zimiz ishtirokimizda bo'ladi. Biz seller biz tovarlarimiz qo'limizda turadi. Buni juda ham kam miqdorda boshlasangiz ham bo'ladi. 10 ta tovaringiz misol uchun oldingiz, men hozir aytganimdek, mana bu yerda sonini ko'rsatib yorasiz. Tovaringiz 10 dona olib kelgansiz, upakovka qilib tayyorlab qo'ygansiz. May skladi degan joyga Uzumda ham bor FBS sistemasi, Samarqandda ham bor hozirda. May skladi degan joyga sonini ko'rsatasiz, все, turadi. Tovaringiz qo'lingizda turadi. Zakaz tushgandan keyin bitta tovaringizni, ikkita tovaringizni upakovka qilasiz, ko'rsatgan vaqtda punkt выдачаga etib topshirasiz. Bu Real FBS. Real FBS bor. Real FBSda siz upakovka qilasiz, yetkazib berasiz. Faqat Azon pul tashib beradi yoki Uzum pul tashib beradi. Wildberries, Yandex pul tashib beradi. U qanaqa bo'ladi? Azon platformasi Uzumda yo'q bu narsa.
Azon platformasida sizga o'ziz yetkazib berganingiz uchun дополнительный logistika pulini ham tashab beradi. Habib o'zlari yozyaptilar, to'g'ri deb. Hozir Habib haqida gapirgandim, o'zlari to'g'ri deb yozyaptilar. Real FBSda sizga yetkazib berganingiz uchun ham pul tashashadi. Misol, sizga zakaz tushdi, siz birinchi sklad belgilayotgan paytingizda masofani belgilaysiz. Shu joygacha men yetkazib bera olaman deb belgilaysiz. Faqat shu joyning ichidan sizga 1 soatga, 2 soatga yetkazib berishga zakaz tushadi. Zakaz tushadi, sizga 2 soat vaqt beradi, yetkazib berishingiz kerak. Upakovka qilasiz, o'z отгрузка uyigacha dastavka qilib berasiz. Dastavka uchun ham Azon sizga 200-250 rubl tashab beradi. Bu plyus, foydangizga plyus. DBS sistemasi bu katta tovarlar uchun. Uzumda ham bu narsa o'zi. Kravatlar, darvozalar, eshik derazalar sotadiganlar bor. Aynan mana shular uchun to'g'ri keladi. Bular tovarlarni qo'lga ushlab o'tiradi, faqat tovar kartochkasini yaratishadi, sonini qo'yishadi, zakaz tushadi, tovarlarni o'zlari yetkazib berib, o'rnatib, topshirib kelishadi. Bunda faqat platforma pulni tashlab berish uchun xizmat qiladi. Mana sizga ishlash uchun variantlar. Bir xil, ikki xil o'zlari aytgan, mana shu variantda ishlaysan degan variant yo'q. Sizga variant beradi. O'zingizga qulay variant bilan siz ishlaysiz. Yon atrofingizdagilarni ham tortasiz. Menga bitta narsa bor, u kuni shu Habiba degan o'sha o'quvchimiz aytdilar menga. Munisipa men bitta videoingizni ko'rganman, sizda bolalarim o'sha men aytganman bitta videomda, o'g'lim oddiy erim baliqda ishlagan paytlar, baliq tozalashga ishlagan paytlar, o'sha baliq hidi kelib, ishdan kelsalar fudirdida, men aytardim, bu baliqni emas, pulni hidi. Nima yo'q deysan deysdim. Bu pul deysdim. Keyin o'zidan nima bo'lsa, katta bo'lsang, kim bo'lasan desa, o'g'limga, "Men baliq tozalayman, papamga o'xshabdirdi." Xafa bo'lardim, rosti gap xafa bo'lardim. Unaqa dema, men biznes qilaman, zo'r ishga ishlayman deb ayt, lochik bo'laman deb ayt derdi-da. Yo'q, ha deydi oldingizga, lekin bir aylanib kelgan payt yana so'rasangiz, "Papamga o'xshab baliq tozalayman" deydi. Hozir sen kim bo'lasan desa, desangiz, biznesmen bo'laman deydi. Tovar upakovka qilaman deydi. Jat tushunmasa aytadi, tovar upakovka qilaman, sizlarga o'xshab tovar sotaman deydi. Siz o'ziz birinchi qadam tashlab turib, yon atrofingizdagilarni ham tortar ekansiz, bolalaringizni ham tortar ekansiz. O'sha o'quvchimiz aytayapti, "Munisipanch videosi ko'rganman, hozir haqiqatdan shunday ekan. Hozir menda ham shunaqa, haqiqatdan shu bor narsa ekan bu narsa" deyapti. Biz o'rnaymiz, har tomonlama o'rnaymiz. Oilamiz, bizani orqamizdagilar ota-onalarimiz biznesmen emas, ular oddiy ishchilar. Biza biznesni o'zimiz yaratdik. Biz shakllantirdik. Endi bizani nabiralarimiz, nabiralarimizni farzandlari ham olib ketish kerak. Boylarcha fikrlashni biz yaratdik. O'sha orqamizdagilar ota-onalarimiz bizga poddershka berishdi. Lekin ular biznesmen emas, ular oddiy qora ishchi. Misol uchun o'zimni ayjonim, dadam 4 yosh paytim o'tib ketganlar. O'zimni ayam oddiy mana bizani gektar uzumlarimiz bor, katta agrodlarimiz, yerlarimiz bor, odam ishlatadilar, fermerlar o'zlari. Biznesda yo'qlar. Qaynonam ham oddiy o'qituvchi bo'lganlar, keyin pechonniy sexda ishlaganlar, o'zlarining pechonniy sexlari bo'lgan. Bo'ldi. U ancha bo'ldi bu narsa yopilganiga. Ularda ham boylarcha fikrlash bor, lekin boylarcha fikrlab, biznesni yo'lga qo'yib, boylarcha o'ylash tushunchasini biz olib chiqdik. Va bizni tortib ketishimiz kerak, bolalarimiz bolalari, nabiralarimizni bolalari mana shunaqa tortib ketish kerak endi. Kimdir oiladan yorib chiqish kerak. Yorib chiqqan odam orqadagilarni tortish kerak. Yorib chiqadigan odam siz bo'lishingiz kerak. Har doim shunday deying. Men yorib chiqishim kerak. Shunaqa narsa bor. O'sha Toshkentdagi hokimning ham gapini eshitgan bo'lsanglar, oilada Alloh taolo bitta insonga berar ekan. Bitta insonga. Agar o'sha inson olib keta olsa, yonidagilarni tortib ketar ekan. Faqat bilish kerak, o'sha inson sizmi yoki boshqa. Yorib chiqish kerak kimdir. Xullas biza mana shu mavzuga qaytadigan bo'lsak, sistemalar bo'yicha o'zimiz tanlaymiz va platformaga yo'lga qo'yishimiz mumkin. Mavzu bo'yicha biz qanaqa qilib hobbimizni biznesga aylantirishimiz mumkin. Bugun iloji boricha hamma kuzatib turganlar o'tiring va o'ylang. Ishonasizmi, men rostini aytaman, har doim men o'sha Instagramga, sahifalarga ham oddiy hayotni ko'rsatishdan uyalmayman. Chunki biz oddiylikdan kelib chiqqanmiz. Biz biznesmenlarning farzandlari, boylarning farzandlari emas biz. Biz oddiylikdan kelib chiqqanmiz va bitta videom salkam 1 million insonga motivatsiya berdi. Mana shu 4-5 kun ichida ishonasizmi, rekka chiqib ketdi-da. Shunaqa inson yig'lab yozdiki, "Mo'yinsaxon, rahmat sizga" deb. Chunki men u videoda 2 minutlik videoda biza qanaqa qiyinchilik bilan boshlaganmiz va qiyinchiligimizning mukofoti qanaqa bo'lganini yoritib berganman. Hozirda yana bitta orzuyimiz amalga oshish etapida turibdi. Bu narsani aytmayman, chunki orzuni amalga oshirayotgan paytingizda mana shu narsani qilaman desangiz, miya komanda beradi. Sen qilding degan komanda beradi. Bu narsaga yetishingiz uzoqlashadi, kechga uradi. Hech kimga aytmasdan siz amalga oshirsangiz, tez amalga oshadi. Mana shu aprel oyida Alloh bizga bir sinov berdi. Sinovlarga, qiyinchiliklarga shunaqa ulashdi, ishoning, shunaqa ulash. Lekin men auditoriyam bu narsani bilmayman. Har doim, har kuni kulib chiqaman. Har doim, har kuni bildirmaslikka harakat qilaman, kurashaman. Turmush o'rtog'im yordamlari orqali suyadilar, suyanamiz, yana olib ketaveramiz. Lekin Alloh
apreldan keyin necha oy qolgan bo'lsa, 6 oy qoldimi, 7 oy qoldimi, bizga ikkita katta mukofot berdi. Ikkita. Men hozir bu narsani aytmayman. Inshaalloh yangi yildan keyin bu narsani bo'lishaman sizlar bilan, video tarzida bo'lishaman. Ikkita shunaqa narsa bilan siyladi. Xursand bo'ldik. Haqiqatdan qiyinchiliklarni oxiri mukofot bilan yakunlanishiga ishondik. Wow deysiz, eshitsangiz, rostdanmi deysiz? Men yaqinda bu haqida albatta bo'lishaman sizlar bilan. Shuning uchun ham noldan boshlashga, kam summa bilan boshlashga yoki odamlarni sizga qanaqadir qarashiga uyalmay, tortinmay, menda qanaqa talant bor? Men o'sha talentim, mana o'sha qobiliyatim meni hozir sizlarning oldilaringizga turishimga sababchi. Meni hozir shunaqa boy insonni ayoli bo'lishimga sababchi. Mana shu inson bilan turmush qurishimga sababchi, baxtli hayotimga sababchi. Men insonlar bilan kirishuvchanman. Men begona tanimagan inson bilan ham qalin kirishib keta olaman va men kameradan uyalmayman. Men hech kimga ahamiyat bermayman. Ko'chadami, metrodami, qayerda bo'lsa ham, men istalgan joyga videoga olib ketaveraman. Bu meni talentim. Men buni chiqarishim kerak. Men bu narsadan foydalanishim kerak. Sizda nima talant bor? Shunaqa talantlilar bor, kameradan nima deydi, kameraga chiqishga turmush o'rtog'i qo'ymaydi, o'takilar qo'ymaydi. Sizda bor imkoniyat, yuzingizni yoshirib ham siz qilib turgan ishingizni namoyon qilishingiz mumkin. Mana sizga mavzudagi etapini aytib o'tmoqchiman. Brend hobbingizni, o'sha qo'lingizdagi talentingizni yoki hunaringizni siz taniting. Harakat qiling mana shu narsaga. Mayli o'zingiz ko'rinmang. Siz to'quvchimisiz, tikuvchimisiz, o'zingiz ko'rinmagan holda montaj qiling, ovoz bering. Assalomu alaykum, men shu narsani tikmoqchiman, tikyapman. Mana tayyor bo'ldi, bu zakaz men bu yerga tushdi, zakazni yetkazib berdim. Покупательdan отзыв oldim. Keyingi zakaz mana bunaqa bo'ladi. Ish jarayoningizda ko'rsating, o'zingizni ko'rsatmay mayli. Lichniy blogingizni yuritish orqali shaxsiy brendingizni rivojlantiring. Men xohlayman, hozirda menda shunaqa holat, men oldin shunaqa narsani xohlaganman. Men borsam bir joyga Munisaxon deb kutib olishlarini yoki turmush o'rtog'i yoki farzandlarimizni kimni bilasan degan paytda Javlon akani Munisapan deganda, keling, turga o'ting yoki ota-onalarimizga kimni ota-onasi degan paytda mana shularning ota-onasiman degan, keling, mana bu turga o'ting. Ana shunaqa hurmat, izzatni ismimiz orqali topishni xohlayman men. Va men biz shu narsaga biz harakat qilamiz. Va hozir ham bor shu narsa, Allohga shukr. Bir joyga borsangiz, sizga aytishsinki, Munisaxon bitta reklama qilib bering, mayli to'lov qilmang. Siz shunda sizga shu huzur sharoitlar qilib beramiz. Mana kiring. Shunaqa joylarda kambag'al insonlarga bermagan imkoniyatlarni obro'yingiz borligi uchun sizga berishadi. Blogingiz borligi uchun sizdan foyda kelishini bilganligi uchun sizga berishadi. Hamma narsada hozir pul, kiyinishingiz rol juda ham katta rol o'ynaydi. Shuning uchun ham siz harakat qiling, keyingi etaplarda sizda bitta ismingiz orqali ishlaringiz hal bo'lib ketsin. Shunaqa mukammal turib ishingizni odamlar yugurib hal qila olmaydigan ishingizni sizda bitta ismingiz hal qilib bersin. Men va turmush o'rtog'im biz shunaqa harakat qilamiz, shunaqa niyat qilamiz. Munisapani ballarimi, Javlon akani ballarimi deganda ishlar bittada hal bo'lsin. Va siz yorib chiqing, o'sha inson siz bo'ling. Xo'p, demak, men ozgina sizga motivatsiya olib olaman. Bugungi jonli efirimiz qanaqa o'tyapti? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Hozir kommentlar juda ham ko'p rostiga. Xursand bo'lyapman, ora-orada ko'z tashab. Efir qanaqa bo'lyapti? Ozgina menga motivatsiya bersanglar, men yana dalcha davom etaman va bugun 8 ta omadli insonimizni aniqlaymiz. Oddiy sovg'alar bo'lmaydi. Xudo xohlasa, sizlarga ajoyib zo'r sovg'alar tayyorlab qo'yganmiz. Xo'p, zo'r deb yozibdilar. Bomba bo'lyapti deb yozibdilar. Rahmat. Kutilgandan ham zo'r deb yozyaptilar. Nima? Mana. Hozir orqada bitta narsa borda, men sizlarga o'tirib maza qilib gapiryapman, lekin turmush o'rtog'im orqada gir aylanib yuribdilar. Meni sizlarning oldilaringizga turishimning asl sababi mana shu inson. Agar erkaklar ko'rib turgan bo'lsa yoki ayollar ko'rib turgan, bor mojaro qilishingiz shart emas. Mana buni erini qara, birga shunaqa natijalarga erishyapti deyish shart emas. Siz ozgina ayollar bo'lsa, eringizni tortish uchun, turmush o'rtog'ingizni tortish uchun ozgina isbotlashingiz kerak. Shu narsani olib ketish uchun to'g'ri yo'l bilan. Va erkaklar ko'rib turgan bo'lsa, ozgina ayol kishini qo'llash kerak. To'g'ri, hamma ham ishonchdan chiqavermaydi. Bor, ko'rib yuribmiz bunaqa imkoniyat bergan ayollar, o'zidan ketgan ayollar bo'lishi mumkin. Lekin men rahmat aytaman. Hozir sizlarga men jon kuydirib gapiryapman, informatsiyalar beryapman. Orqada hamma narsani tekshirib, u yoqdan bu yoqqa o'tib turgan men turmush o'rtog'im bo'ladi. Meni podдержка qilib turgan mana shu inson bo'ladi. Har doim qaynonamning gaplari bor. Biring 2 bo'lishini xohlasang, ikkalang 1 bo'l deydilar. Har doim biring 2 bo'lishini xohlaysanmi? Ikkalang 1 bo'lsang, biring 2 bo'ladi. Oilada shunaqa narsa bor. Turmush o'rtog'i bo'lmaganlar farzandlaringiz yoki o'zingizning kuchingiz bilan yaqinlaringizni tortishga harakat qiling. Har doim birinchi siz ko'rsating, ortingizdan avtomatik tarzda qolganlar ergashaveradi.
Demak, bizada hozir juda ham zo'r bosqichga kelyapmiz. Demak, men hozir sizlarga ozgina kurslar bo'yicha, kurs haqida so'raganlar bo'yicha ma'lumot beraman va undan keyin savollaringizni tayyorlab qo'yinglar. Men kommentlarni shetiga ko'rsatib yormadingiz-da. Nimani ko'rsatib yormadim? Javlon akani ko'rsatib yormadim. Kamerani turib aylantirishim kerak. Javlon aka menga nisbatan ozgina kameradan uyaladilar. Nima o'rgatib oldik? Biz bu narsani siz bilan hozir gaplashib chiqdik. Kurslar bo'yicha men yana ma'lumot beraman va oxirida sizlar savollarni yozsanglar, men savollaringizga javob berib o'taman. Sizlardagi g'oya, masalan, sizda nima qo'lingizdan keladi, qaysi etap sizda bajara olasiz? Bu narsalarni men qisqacha sizga tushuncha berib, tushunmay turgan bo'lsangiz, qaysi yo'l bilan yurishni bilmay turgan bo'lsangiz, ozgina yo'l-yo'riq men o'zimdan nimamdan ma'lumot beraman. Demak, bizda Azon Uzum Yandex kurslarimiz bor va hozirda qabul ochiq. Bu men sizga beradigan mana shu yil uchun oxirgi imkoniyat bo'ladi. Hozirda narxlar eski narxda turibdi. Yangi yildan keyin sistema уже yangilanadi va narxlarga o'zgartirishlar kiritiladi. Siz eski narxlar bo'yicha Uzumdami, Azondami, Yandex platformasidami yangi sistemada eski narx bo'yicha biznes boshlay olasiz. Bugun men sizga bu imkoniyatni beraman va oxirida g'oliblar, kimlar g'olib bo'lishini, kimlarga bu imkoniyat berilishini aytib o'taman va savollarga javob beraman. Xo'p, demak, birinchisi bizada savollarga javob. Kurs taqdimoti. Azon platformasida bizda 3 ta tarif bor. Yaqinda yana yangi boshqacha tariflar qo'shamiz, lekin hozir emas, talablarga qarab, takliflarga qarab kengaytirib boraveramiz. Hozirda Gullar Yasima deydiganlar bor ekan, juda ham zo'r variant. Men bu haqida ma'lumot beraman. Kurs taqdimoti. Azon platformamizda bizda 3 ta tarif bor. Online premium, online nastavnik, offline nastavnik. Bular nimalar bilan ajraladi? Online premiumda biz sizga 3 oyga video darslikka dostуп beramiz va bizda juda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, men bilan bog'lanish imkoniyati juda ham oson sizlarga. Kamdan kam siz ekspertlarning o'zi bilan bog'lanishingiz mumkin. Kamdan kam hollarda. Bizda esa biz bilan bog'lanish imkoniyati juda ham har doim bizni o'zimiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Istasangiz men o'sha jonli efirdan keyin o'zimni lichkamni qoldiraman. Siz to'g'ridan-to'g'ri Telegram lichkamga murojaat qilishingiz mumkin. Shaxsan mendan ma'lumot olishingiz uchun. Onlayn darsimizda 3 oyga video darslarimizga dostуп beriladi. 3 oy video darsliklar qo'lingizda bo'ladi. Shaxsan men o'zimni savdoni topga chiqaruvchi workshop darsligim bor. Har bitta sistema hozir qanaqa o'rgatgan bo'lsam, noldan ipidan ignasigacha tushuntirilgan. Istalgan marketplace da uni amalda qo'llasangiz, sotuv sizda bomba bo'ladi. Tajribadan har bittasi sxemalar bilan ko'rsatilgan workshop darsimiz bonus sifatida beriladi. 1 oy analiz saytiga bepul dostуп foydalanishga beriladi va Javlon akani shaxsan lechkalari beriladi. Siz savollar, tug'ilgan savollar har kunini har kunlik siz bizga yozasiz. Adminlar bizda o'qitmaydi. Bizlar reklamaga adminlar orqada o'qitishda emas. Hamma narsada biz o'quvchilar bilan ishlashda darslar bo'yicha o'zimiz bizni. Shaxsan o'zimizga murojaat qilasiz. Tushunmagan joylar, savollaringiz bo'lsa, men poddershkani vaqt belgilasam xato bo'ladi. Chunki bizda 2 yil oldin o'qib ketgan o'quvchilarimizda ham ayrimlarda savollar tug'ilsa yozishadi. Shuning uchun men poddershkada 6 oy, 1 yil deb vaqt belgilamayman. Poddershka shaxsan o'zimizda. Va kursga 3 oy dostуп beriladi. Undan tashqari siz yangi sistemalar kiritilsa, yangi video darslar joylashtiriladi va bizdan shaxsan yana yangi sistemalar bo'yicha ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Kurs pulini 2 bo'lib to'lash imkoniyati bor. 50% to'lov qilib darslarni bemalol boshlab, qolgan 50%ni dars jarayonida bir hafta ichida to'lov qilishingiz mumkin. Qaysi tarifni tanlashingizdan qat'iy nazar. Onlayn nastavnikda ham xuddi shu etap beriladi. Bu onlayn nastavnik uzoqdan turib, как offlaynda o'qiyman deydiganlar uchun to'g'ri keladi. Birga bir ishlanadi, gruppavoy emas. Aslida birga bir ishlash narxlari juda ham qimmat, lekin biz hammani taklifidan, sharoitidan kelib chiqqan holda birga bir ishlash narxini ham sizga ma'qul keladigan narxda belgilaganmiz. Onlayn nastavnikda ham 3 oy video darslariga dostуп beriladi, workshop darsiga dostуп beriladi. IPdan foydalanish, onlaynda ham IPdan foydalanish imkoniyatlari beradi. Onlayn nastavnikda ham IPdan foydalanish imkoniyatlari beriladi. Javlon akani har bir tarifda o'zlaridan ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi va haftasiga 3 kun 1 soatdan 1 oy davomida birga bir jonli dars bo'ladi. Bu как offlaynda o'qiyman deydiganlar, bizdan ofisimizga kela olmaydiganlar uchun juda ham zo'r ma'qul keladi. Offline tarifida esa xuddi shu etap, xuddi shu imkoniyatlar siz bilan birga bir offlaynda ishlanadi. Tasavvur qiling, men va siz yoki Javlon aka va siz mana shunaqa o'tirib ishlaysiz. Maksimum 3 kishi olinadi. 3 kishini vaqti birga to'g'ri kelsa, birga o'tiladi. Bo'lmasa har bir bilan alohida dars o'tiladi. O'quvchilarimiz bo'lsa, albatta gapim to'g'riligini isbotlab qo'ysangiz bo'ladi. Uzum kursida 4 ta tarif bor.
Optimal, Premium, VIP, nastavnik. Shaxsan men o'zim uzum bo'yicha ekspertman. Shaxsan men o'zimdan bilim olasizlar, shaxsan men o'zimdan podдержка, shaxsan men o'zimdan jonli dars bo'ladi tariflarga qarab. Uzum Optimal tarifimizga 4 oyga dostуп beriladi darslarga. Har bitta etap 0 dan boshlab o'rgatiladi. Har bitta modulda Uzumda ham, Azonda ham platforma to'liq o'rgatiladi, faqat tariflari qo'shilgan dars zili bilan, imkoniyatlar bilan ajraladi. Kursda o'zi yarimta o'rgatilib, ikkinchi kursda olsang butun o'rganasan degan narsa yo'q. Har bitta tarifda kurs platformani ichi to'liq o'rgatiladi. Xitoydan zakaz qilmoqchimisiz? Azonda ham, Rossiyada ham, O'zbekistonda ham Xitoy kargolari bor. Ishonchli kargolar. Uzumda Xitoy kurslari bor, workshop darsi, jonli darslar bor. Qaysi platformada boshlamoqchi bo'lsangiz ham Optim поставщикlar beriladi. Azonda ham, Uzumda ham. Uzum Optimal tarifida 4 oy darslarga dostуп, workshop darsimga dostуп savdoni topga chiqaruvchi. Undan Optimalda yo'q bu narsa. Optimalda o'zida Uzum darsini o'zi 4 oy dostуп bor. Shaxsan mendan поддержка bor. Uzum Premiumda workshop darsi, Uzum kursi bor. Shaxsan mendan поддержка bor. 6 oy dostуп. VIP tarifida 9 oy dostуп, Uzum kursi, workshop darsi, Xitoy kursi va shaxsan Uzumdan поддержка. Uzum nastavnikda Uzum kursi, workshop darsi, Xitoy kursi, mendan поддержка va plus jonlida Zoomda dars bo'ladi. Birga bir ishlanadi. Bunda ham 3 kishi olinadi maksimum. Gruppaga vaqtga to'g'ri kelsa gruppa bilan, bo'lmasa har bir bilan alohida ishlanadi. Beriladi. Yandex Optimal tarifi bor. Kursimizda Yandex Premium, Yandex VIP tarifi bor. Yandex Optimal tarifimizda 4 oy darslarga dostуп beriladi. Shaxsan men o'zim darslarim, shaxsan men o'zim поддержка qilaman. Premium tarifimizda workshop darsi qo'shib beriladi. Yandex kursi o'zi beriladi. Yandex VIP tarifimizda darslarga dostуп uzaytiriladi. Workshop darsi, Xitoy kursi qo'shib beriladi. Shaxsan men o'zimdan поддержка bo'ladi. Har bitta platformada ham biz o'zimiz поддержка qilamiz, o'zimiz kargolarni beramiz. Xitoydan zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, Xitoy o'sha darslari bor, Uzum Yandexning o'zidan. Azonda, Moskvadan zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, har bitta o'zimiz ishlagan поставщикlar beriladi va har bitta marketplace-da biz o'zimiz shaxsan поддержка qilamiz. Kimda qanaqa savollar bor, yozinglar va undan keyin o'sha biz g'oliblarni aniqlashga kirishamiz. Demak, nastavnikda o'qimoqchiman. Sharoit borlar, o'qinglar, mazza qilasizlar. Rahmat. Men ham o'qiyapman. Zo'r hammasi kirchikirgacha maydalab o'rgatiladi. Rahmat. Demak, bunaqa kurs hech qayerda yo'q bo'lsa kerak. Gulhayo, rahmat. Necha oyga ipidan foydalansa bo'ladi? Tariflarga qarab ipidan foydalanish imkoniyatlari beriladi. Menga yozsanglar, men tariflarni tashiyman va undan keyin o'zingizda grajdanstvo bo'lmasa, Azon platformasiga kirishga IP masalalari bo'yicha hal qilish mumkin bo'lgan har bir etaplari bor. Biz uni darslar jarayonlarida albatta sizlarga o'rgatamiz, bo'lishamiz. Wildberriesga yangi boshlovchilar Rossiya platformasiga kirmoqchi bo'lsanglar, Wildberriesga shoshilmanglar. Chunki Wildberries men aytib o'tgan platformalarga nisbatan mukammal platforma, konkurensiya yuqori bo'lgan platforma. Kirsangiz, bittada agar yo'qotsangiz, ishtiyoqi so'nishi mumkin. Chunki Yandex Wildberriesda qoidalari qattiq, tushunmagan joylaringiz, ошибкalaringizga shtraflari ham bor bo'lgan platforma. Eng registratsiyadan o'tish ham platniy unda. Azon juda ham oson va tushunish mumkin bo'lgan oson platforma. Workshop qanday kursni mana o'rgatiladi? Workshopda siz biznes boshlagansiz platformada, lekin savdo bo'lmayapti, savdoni yurgiza olmayapsiz. Savdoni oshiruvchi har bitta strategiya joylashtirilgan. Wildberriesniki ham, Azonniki ham, Yandexniki ham, Uzumniki ham. Siz bitta workshop darsi bilan istalgan platformada savdoingizni to'g'rilab olsangiz, oshirib olsangiz bo'ladi. Ko'z tegmasin, sizni yaxshi ko'raman. Abdulaziz yozibdilar. Voy, men shunaqa sevimli o'quvchilarimdan biri, men shu kishi. Abdulazizni ismlarida shunaqa yozilgan. Aslida o'quvchimiz, Nasiba ismli o'quvchimiz. Menimcha bolachilarning ismi adashmayotgan bo'lsam, Nasiba degan ayol kishi o'quvchimiz. Demak, workshop qancha отдельный workshop haqida ma'lumot beraman, alohida o'zimga yozsangiz. Xo'p, siz juda yaxshi insonsiz, rahmat. Demak, Yandex Rossiya uchun ham yo'q, Yandex Go bu alohida, Yandex alohida, Yandex Go alohida. Yandex Go bu O'zbekiston platformasi, O'zbekiston yatisi bilan kira olasiz. Rossiya platformasiga Yandex men tavsiya qilmayman, chunki Rossiyada ko'proq Yandex elektronikaga moslashtirilgan. Agar siz yangidan boshlayotgan bo'lsangiz, elektronikani qiziqsangiz, tushunsangiz, elektronika bilan kirsangiz bo'ladi. Xo'p, juda kerakli ma'lumotlar oldim, rahmat. Demak, biz sovg'alarni e'lon qilish vaqtiga keldik hozir. Necha kishi bor hozir? Jonli efirda o'zida. Bilasiz, biz 8 ta omadli insonni
nima sovg'a berishimiz kerak bo'ladi. Juda ham qimmatli sovg'alar. Birinchi o'rin egasiga notebook, ikkinchi o'rin va uchinchi o'rin egalariga termoprinter, shtrix-kod chiqaradigan printerlar, to'rtinchi va undan keyin 8-o'ringacha bo'lganlarga aksessuarlar biz sovg'a qilishni va'da qilganmiz va kimlarga bugun buni hozir sizlar bilan aniqlaymiz. Hoziroq bu imkoniyatlarni qo'lga kiritish uchun admin selkasiga yozinglar, murojaat qilinglar, shaxsan o'zim javob berishga harakat qilaman, hammalaringiz bilan o'zim bog'lanaman va mana shu 24 soat ichida siz o'z biznesingizni boshlash uchun berilgan imkoniyatni ushlab qolishga harakat qiling. Har doim imkoniyatlar o'sha jarayonda beriladi. Ishlagan inson ishlaydi, ishlamagan inson yana o'tkazib oladi, qachondir imkoniyat berilishini kutib yashaydi. Har bir o'tkazgan bir soatimiz, bir kunimiz ortga qaytmaydi. O'tayotgan bir kuningizda har doim rejalashtirib, rejasiz o'tmayotganiga, bugun nimadir foyda ish qilganingizga ishonch hosil qilib, kechqurun maza qilib uxlang. Har doim rivojlaning, o'z ustida ishlang. Bugun men bergan ma'lumotlar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, yetkazib bera olgan bo'lsam, nimadir informatsiya berib sizni ko'nglingizni ko'targan bo'lsam, motivatsiya bera olgan bo'lsam, to'xtab qolgan joyingizdan yurishingizga sababchi bo'lgan bo'lsam, men bundan juda ham xursandman. Men har doim ayollarimizga, rivojlanishni xohlaganlarga, erkaklarning farqi yo'q. Biz shaxsan o'zimiz sizni qo'lingizdan ushlab, mana shu biznes ichiga olib kirishga tayyormiz. Faqat buning uchun sizdan harakat, qiziqish bo'lish kerak. Olib kirib qo'yganimizdan keyin siz buni olib ketish uchun bizdan poddershka olib rivojlanishingiz kerak. Tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, biz bergan har bitta imkoniyat havoga sovuriladi. Berilgan imkoniyatlardan foydalanib, bugun siz o'z biznesingizni boshlash uchun bir qaror qabul qiling. Va oxirida aytib o'tmoqchiman, siz bugun o'tiring, o'ylang, yozing. Sizni qo'lingizda qanaqa talantingiz bor, qanaqa hobbingiz bor, nimaga qiziqasiz va uni rivojlantirish uchun sizga nimalar kerak bo'ladi, spiskasini tuzib chiqing. Spiskaga qarab mablag'laringizni taqsimlashga kirishing va bugundan siz yangi yil uchun 2026-yilning oxirigacha bo'lgan rejalaringizni tuzib chiqing. Haftalik, oylik, kunlik rejalar bilan yuring. Har bitta qilgan ishingizga galchka qo'ying. Har bitta qilgan ish sizga motivatsiya bersin va ertangi kun rejasini tuzib, undan keyin uxlang. Ana o'shanda siz biznes boshlay olasiz. Biznes egasiga aylana olasiz. Rivojlanayotgan biz qatori insonlar qatoriga kira olasiz. Hammalaringizga kattakon rahmat. Kuzatganlaringiz uchun, samimiy fikrlar uchun, berilgan imkoniyatlarni vaqtida ushlab qolayotganlar uchun. Sog' bo'linglar, Xudo xohlasa, sizlar uchun har doim yangiliklar izlashda harakatda biz, har doim siz uchun bepul bo'lsa ham nimadir berish etapida biz, harakatida biz. Sog' bo'linglar. Albatta, bu master klassdan keyin ham adminlikda yozib qo'ysanglar, odzivlaringizda YouTube kanalimizga, o'zimga shaxsiy lichkamga tashab qo'ysanglar, bugungi dars qanaqa bo'ldi, nima oldinglar, nima bera oldim sizlarga, men juda ham xursand bo'lardim. Bu menni sizga sarflagan energiyamni o'rnini to'ldiradigan motivatsiya bo'ladi. Kattakon rahmat, sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Inshaalloh 2026-yilda mana shu meni kuzatib turganlarning hammasi biznesmenlar qatoriga kirishini niyat qilaman. Amin deb qolaman. Rahmat hammaga, orqadagilarga, turmush o'rtog'imga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Shu bilan efirimizni yakunlaymiz.